Assalomu alaykum, hurmatli abituriyentlar. Hamma tinch, omonmi, salomatmisizlar? Kayfiyatlar a'lo darajadami? Bugun imtihonda qiyin savol tushibdi. Shu rostmi? Yo'q, rost emas. Yolg'on. Nimaga? Oson savollar, ko'rasiz hozir. Qarang. Birinchisi, 6 kilogramm, 3 kilogramm bo'lgan ikkita moddiy nuqtaning harakat tenglamalari bor. Kecha tushuntirildi mana shu narsani. Salgina bunday o'zgargan variant kelib tushyapti. Mana qarang. X dan hosil olsak v ni beradi deb kechagi darsimizda tushuntirib berdim. Shu narsa kerak bizga hozir, qarang. V1 ni topaman. Ya'ni mana shundan hosil olishim kerak. Mana shundan hosila. Nima deb tushuntirdim hosilani? Oddiy sonni hosilasi 0 bo'lib ketadi dedim. T ko'payib turgan sonni hosilasida shu 16 ni o'zi qoladi, t tushib ketadi dedim. Mana 16 qoladi. Mana ishora saqlanadi, minus bo'lsa minus, plus bo'lsa plus. Mana bu kvadrat oldinga ko'paytma bo'lib tushadi dedim. To'g'rimi? Mana 4 ta. Ikkinchisini ko'ramiz. Ikkinchisida mana 0 bo'lib ketadi. Minus bu 0 bo'lib ketgandan keyin minus mana bu 2 oldinga tushgandan keyin 2 ta bo'ladi. Minus 2 ta. Tamom. Endi qarang. Birinchisini agar ikkinchi jismning kinetik energiyasi ekan. Ikkinchisi o'zi kinetik energiyaning formulasi qanaqa edi? mv kvadrat taqsim 2 mi? Ikkinchisinikini 54 deyapti mana. 2 mana qarang-da, masalani shartida birinchi berilgan massa demak birinchisining massasi bo'ladi. Ikkinchi berilgan massa ikkinchisining massasi bo'ladi. Aynan birinchisining massasi shu, ikkinchisiniki shu deb bermaydi sizga. Masalani shartida birinchi berilgan narsa har doim shu birinchisiniki bo'ladi-da. Endi bizga hozir ikkinchisi bo'yicha ishlayapmiz-ku. Ikkinchisini kinetik energiyasi. 3 olamiz mana massaga. 3 va o'rniga mana uni qo'yasiz mana. Minus 2 t ni kvadrati nima bo'ladi? Mana minus 2 t ni kvadrati deyishimiz kerak mana bu yerga. Kvadrat manfiyni yo'q qilib yuboradi-ku, 4 t kvadrat bo'lib ketadi. Ya'ni 4 t kvadrat mana. 4 t kvadrat taqsim mana 2. Xo'p, bu 2 bilan 4 qisqarsin. Bu yerda 2 qoladi. 3 kare 2 6 bo'ladi keyin. Ustoz mana shu 6 bo'ldi. 6 ni bu 54 ga bo'lish qilib tushirsangiz 9 bo'ladi. T kvadrat. Buni matematikada bilasizlar, plus minus 3 deydi. Lekin biz fizikada vaqt manfiy bo'lmaydi deymiz. Vaqt manfiy bo'lishi mumkin emas. U vaqt manfiy degani orqaga qaytib ketyapti degani, o'tmishga. Mumkin emas. Har doim bunaqa paytda musbatini olasiz. T 3 chiqib oldimi? Ana endi menga qarang-da. Shu paytda deyapti. Shu paytda degani aynan o'sha 3 sekundda deyapti. Men t o'rniga 3 qo'yasizda v1 ni topib olasiz endi. Mana bu t bilan mana bu tning hech qanaqa farqi yo'q. Ikkalasi bir xil t-da. Demak qarang mana. V1 ni topib olmoqchiman. 16 ayrilgan 4 ko'paytirilgan 3. 12 bo'ladi mana. 16 dan 12 ayrilsa nima bo'ladi? 4 bo'ladi. Demak, birinchisining tezligi o'sha paytda 4 bo'lgan ekan. Ana endi birinchisining kinetik energiyasini topaverasiz. mv kvadrat taqsim 2 deysiz. Birinchisining massasi, birinchisining tezligini qo'yasiz faqat. Birinchisining massasi qancha? 6 kilogramm. Tezlik qancha chiqdi? 4 chiqdi tepada. 4 ning kvadrati taqsim 2. 6 bilan 2 qisqarsa 3 qoladi. Bu 16. 3 kare 16 48 to'g'ri belgilabdi mana. Xo'p, yaxshi. Qiyin emas, demak qarang. Kinetik energiya bilan buni bog'lab beryapsiz sizga. Endi xo'p, ertaga qanaqa variant tushishi mumkin? Bizga nima variant qilib bera olasiz? Qanaqa variant qilib bera olasiz? Mana qarang, x teng deydi. Xuddi biladigandek deydi deb. Hamma endi kelib qolish ehtimoli juda yuqori-da. 3 t plus 6 t kvadrat misol uchun. Sizga aytayapti, massasi 5 kilogramm deyapti. Unga ta'sir qiluvchi kuchni top deyapti. F so'roq. Kuch. F so'roq. Nima qilamiz? Umuman hosilani bilmaydiganlarga ham aytdim. T kvadratning oldida turgan sonni 2 ga ko'paytiring. U tezlanishni beradi deganim. 2 kare 6 deysiz ya'ni. Va hosil olib kelsangiz ham shuni beryapti-da. 12 chiqdi mana. Ana endi Newtonning ikkinchi qonuni F teng ma deysiz. Massa 5 kilogramm, bu 12. Bo'ldi, 60 Newton ekan deysiz, chiqaveradi javob. Yana qaytaraman, x dan hosila v. Endi hali v dan hosila a, bu kelgani yo'q. F da kelib qolishi mumkin. Ya'ni tezlikdan hosila tezlanish. Qanaqa qilib beradi? Mana qarang. X teng minus 20 plus 80 t plus 15 t kvadrat deydi misol uchun. Tezlanishini topdingiz, nima bo'ladi? Tezlanishini topdi. Mana bundan 2 marta hosil olamiz. Mana 2 ga ko'paytirib olamiz. 15 30 bo'ladi. Bundan bitta hosil olsa, mana uni hosilasi 0 bo'lib ketadi. Mana uniki t-si yo'q bo'lib ketadi. 80 qoladi. Plus 30 t bo'lyapti. Mana tezlikka o'tib oldikmi? Mana x hosilasi deb qo'ydik. X ning hosilasi bu tezlik. Tezlikning hosilasi bo'layotgan yo'q hozir. Mana.
Endi sizga bunday deb qo'yadi, v3 deydi. Mana shuni tushunib oling. Nima degani shu desangiz, v ni tenglamasidagi t ni o'rniga 3 qo'yasan degan. O'zi umumiy ko'rinishi vt bo'lib turadi-da. Shu qavs ichida turgan son t ni o'rniga shu sonni qo'y degan ma'no kelib chiqadi bu yerdan. Tushundingizmi? Eslab qolyapsizmi? Demak 80 plus 30 ko'paytirilgan 3. 90 80 170 bo'lar ekan misol uchun. Tushundingizmi? Misol uchun mana qarang. X teng 25 plus 40 t minus 3 kvadrat deyapti va sizga aytayapti v qavsida 5 so'roq. Tamom, ishlanqani. Videoni pauzaga qo'yib bitta ishlab ko'ring, keyin men ishlagan bilan solishtirib ko'rasiz. Xo'sh, nima qilar ekanmiz? Bitta hosil olganda bu 0 bo'lib ketar ekan. Mana bunda 40 ta o'zi qolar ekan. Ayrilgan bu 2 oldinga tushar ekan. 6 ta bo'lar ekan. Ana endi t ni o'rniga ular aytgan vaqtni qo'yar ekanmiz. 40 minus 6 kara 5 30 bo'lsa 40 dan 30 dersiz, javob 10. Mana sizga javob. Xo'p, endi x teng 6 plus 8 t minus 3 t kvadrat plus 5 t kub deydi. Shunaqa kubi ham keladi. Mana shunaqasi ham bormi? Ha, bor. Nima qilish kerak? Qarang. Qiyin emas. Bitta hosil olyapman, qarang, v ga o'tadi. Buni hosilasi 0 bo'lib ketadi, tushundingiz? Buni hosilasi 8 bo'ladi. Mana bu kvadrat oldinga tushadi dedim. 3 ga ko'paytdi 6 t bo'ladi va mana bu kub nima bo'ladi desangiz, endi qarang 3 oldinga tushib ketadi. Xuddi kvadrat oldinga tushib ketgandek 3 oldinga tushib ketadi. 5 ko'paygan 3 bo'lib faqat t ni o'zi qolmaydi, bu yerda kvadrat qoladi. Ya'ni mana bu o'zi aslimda kvadrat mana bu yerda ham kvadrat oldinga tushib, bu yerdan bitta kamayish kerak edi. Qoida shunaqa o'zi. 2 dan 1 dersangiz t ni birinchisi-ku. T ni birinchi darajasi 1 bo'lgan t bo'lgani uchun t deb ketaman men. Prosta kvadratni oldinga tashlang deb ketaman. Bunaqa kelib qolsa kvadrat oldinga kubni oldinga tashlaysiz, lekin bu yerda hech narsa qolmaydi emas, 2 qoladi. Ya'ni mana bunday narsada 5 t ni 6-chisi bo'lsa, hosilasi shuni 6 birinchi to'liq tushib ketadi-da, keyin bu yerda 5-darajasi qoladi. Nima bo'ldi bu? 30 t5 bo'ldi. Endi shundan ham yana hosil ol desa, 30 dan oldiga 5 tushib ketadi-da, bu yerda t ni 4-chisi qoladi. Nima bo'ldi? 150 t4 bo'ldi. 150 t4 bo'ldi. Yana bundan hosil ol desa, 150 ta oldiga 4 tushib ketadi-da, bu yerda t kub qoladi. 600 t kub bo'ldi mana. Yana hosil olmoqchiman. Nima bo'ladi? 3 oldinga tushib ketadi-da, 1800 t kvadrat bo'ladi. Tushundingizmi? 3 oldinga tushib ketib 2 qoldi. Yana bitta hosil olsam 3600 t bo'ladi mana. 2 oldinga tushib ketib, u yerda 1 qoladi. T ni birinchisi deb o'tirish shart emas-da, t deb ketamiz. Yana bitta hosil olsak 3600 bo'ladi. Yana bitta hosil olsangiz 0 bo'ldi, yetib keldi, konest. Buzoqni yurgan somonxonagacha deydi-ku, men somonxonaga yetib kelman shu. Buzoqlaringiz. Demak, endi buni nima qildik? V ni tenglamasi nima bo'ldi? 8 minus 6 t plus 15 t kvadrat bo'ldi. Ana endi sizga aytayapti, v2 deyapti. Ya'ni nima degani bu? T'larning o'rniga 2 ni qo'yib hisobla degani. Ishlab ko'ramiz mana. 8 minus 6 ko'paygan 2 plus 15 ko'paygan 2 ni kvadrati. Bu yerni endi ishlab bersam uyat bo'lib ketadi, o'zingiz ishlaysiz. Xo'p, endi qarang, tezlanish so'rasa nima qilasiz? Tezlanish so'rasa tezlikdan yana bitta hosil olinadi. Ya'ni v dan ham hosil olsak, yana bir marta a ga o'tib ketadi. Endi qarang, buni hosilasi 0 bo'lib ketadi, oddiy son bo'lgani uchun. Mana uni hosilasida aytdimmi, t tushib ketadi, minus 6 ni o'zi qoladi. Bunda kvadrat oldinga tushib ketadi. Plus 30 t bo'lyapti mana. Mana tezlanish tenglamasiga o'tib oldik. Ana endi sizga aytadi 3 sekunddagi tezlanishini top deydi. Yoki mana boyagidek a3 deb qo'yadi. Bo'ldi, o'sha a ni tenglamasidagi mana t ni o'rniga 3 ni joylashtir degani u. 30 ko'paygan 3. 90 bu minus 6 bo'lgani uchun javob 84 bo'lyapti. Qiyin emasmi? Qiyin emas. Xo'p, bu ket. Ikkinchisiga qarang. Aynan mana shu narsani tushuntirdim-da. Kechagi videoni ko'rganlar bu yozib yuboringlar tagiga. Ha, shu narsani aynan aytuvdingiz. Ikkitasi keluvdi kecha. Men aytdim, 3 ta, 5 ta har xilcha kelib qolishi mumkin. Qo'shinglar bir boshdan deb. 3 qo'y, minus 2 qo'y, 7 qo'y, qo'shing. 8 qo'y mana turibdi bajavob. Og'zaki-ku, qanday qiyin bo'ladi? U ishlolmagan odam qiyin deb chiqadi. Ular gapiga qarab qiyin tushdi, bo'ldi, tamom, ertaga vaqt qiyin tushadi deb oq bayroq ko'tarib taslim bo'layotganlar yo'qmi ish qilib? Mana endi bu yerda degan savol tushdi deb yozyapti. Endi bu yerda chiqqan abituriyentlarimiz tuzib berganda baraka topsin mayli o'shalar.
Yozib beribdi. Qarang, Wordda aynan erinmay, Wordda taxlab bergan. Envi taqsim buqu nima demoqchi bu? Envi taqsim buqu qaysi mavzuda? Bu qarang, keyingi mavzu, kechagi mavzuni bitta qarab oling masalani va suv tomchisidan ajralgan variantlarni ham aytganman. Bu bir nechta zaryad qo'shildi deyapti. Yig'ildi deyapti. Endi mana ular bir yig'ilsa, ya'ni birlashsa demoqchi-da. Tushunganini yozgan, tushuntirishga harakat qilgan. Kecha sizlarga aytdim, u variant kelmadi. Katta ehtimol bilan ertaga ustoz to'g'ri aytibdi deyish nasib qilsin. Katta ehtimol bilan shu keladi. Qarang, bitta suv tomchisida 10 quv zaryad bor deydi. Undan deydi 4 quv zaryad ajrab chiqib ketdi deydi. Bitta kichkina tomchiga bo'lindi deydi. Bu tomchining o'zida qancha qoladi deydi. Qarang, 10 quv edimi, 4 quv ajrab chiqib ketsa shuni ayring-da. Nima? Oddiy-ku, to'g'rimi? 10 ming pulingiz bor edi, 4 ming xarajat qildingiz, qancha qoldi degan savolda bu. Ayirib qo'yasiz-ku. Bo'ldi, bunda demak 6 quv qoldi. Endi agar 10 quv edi, -4 quv ajrab chiqib ketdi, nima bo'ldi desa, nima bo'lardi? Ayirasiz, farqi yo'q. Endi quvsini yozib o'tirmay, shu yerda chalkashadiganlar bo'ladi-da, mayli. 10 ayrilgan, endi -4 quv ajragani uchun minusini yozasiz. Ikkita minus mana bunaqa variantda kelib qolsa, plyus bo'lib ketadi, bilasizmi? 14 quv bo'lib ketadi qolgani. Bu yerda 14 quv qoladi. Mana shunaqa joylarga e'tiborli bo'lasiz. Demak, har doim dastlabki zaryaddan ajrab chiqib ketdi degan zaryadni ayirasiz, qolgan zaryad bu yerda chiqib kelaveradi. Manfiy bo'lsa plyus bo'lib ketadi, musbat bo'lsa prosta ayirib qo'yasiz. 3 ga o'tib ketamiz endi qarang. Envi taqsim boqi degan narsa bu Lorentz kuchida bor narsa. Demak, Lorentz kuchini bitta tushuntirib o'raman umumiy qilib. Lorentz kuchi B quv ko'paytirilgan sinus alfa degan kuch. O'zi bu qanaqa kuch desangiz, elektr maydonga musbat yoki manfiy zaryad uchib kiradi. Zaryadlangan zarra uchib kirgan paytda mana bu yerdan boshlab magnit maydon boshlanadi. Qarang. Magnit maydon, mana shu yerda maydon bor, magnit maydon. Ya'ni bu induksiya borda B. Magnit maydon induksiyalari bor B. Xo'p, o'shanda zaryad uchib kirgan paytda nima bo'ladi? Lorentz kuch ta'sir qiladi. Mana magnit maydon induksiyasi, mana zaryadning qiymati, mana uchib kirish tezligi. Bu sinus alfa shu magnit maydonga qanday burchak ostida uchib kirdi? Mana bunday uchib kirdimi alfa burchak ostida yoki tik uchib kirdimi? Hozir mana ular tik uchib kiryapti. Qarang 90 gradusda. Sinus 90 tik desa yoki perpendikulyar desa, alfa 90 gradus degan tushuna oling. Shunda sinus 90 da 1 ga teng bo'ladi-da, Lorentz kuchi B quv V ni o'zi bo'lib qoladi. B quv V. Biz buni o'quvchilarga esda qolishi uchun B quv V-ku boqvoy deb tushuntiramiz. F teng boqvoy sinus alfa, boqvoy sinus alfa. Esda qoladimi? Qoladi. Xo'sh. Endi maydonga mana bunday uch ko'rsatchi, mana bunday bu uch ko'rsatchi. Nima bo'ladi? Sinus alfa 0 gradus bo'lib qoladi. Alfa 0 gradus bo'ladigan bo'lsa, nima bo'ladi? Sinus 0 da 1 ga teng, 0 ga teng, Lorentz ta'sir qilmay qoladi. Va mana maydon shu yoqqa qarab ketyapti. Zaryad ham shu yoqqa qarab uchib kirsa, ikkalasi bir xil yo'nalishda bo'lsa yoki bunday qarama-qarshi bo'lsa 180 gradus. Sinus 0 da va 180 da 0 ga tengda, shuni tushunib olishingiz kerak. O'shanda Lorentz kuch ta'sir qilmaydi. Xo'sh. Bu nima formula desangiz, shu magnit maydonga uchib kirgan paytda bu yerda R radiusli aylana chizadi. Lorentz kuchi uni buradi mana shunday qilib. O'sha aylanani topish formulasi mv taqsim bq degan formulasi bor mana. Endi ertaga sizga nimasi keladi? Davri kelib qolishi mumkin. Davri nima? 2pm taqsim bq. Demak, bundan savol keldimi? Akalar, tushunib olinglar. Sizlarga konkretniy xo'sh, aniq faktga asoslangan sizga tavsiya. Lorentz kuchini bitta takrorlang bugun. Hozir ertalab turib takrorlang. Hozir mayli buni ko'rasizda, uxlaysiz, ertalab turib takrorlang Lorentz kuchini degan mavzuni. Tushundingizmi? Formulalari, nazar bitta qaror, o'zi qisqa mavzu, juda katta mavzu emas, Lorentz kuchi. Davr kelib qolishi mumkin. Keyin qarang, burchak ostida uchib kirdi desa, mabodo mv ko'paygan sinus alfa bo'ladi. Taqsim bq bo'ladi. Agar burchak ostida uchib kirsa borki, u mana bunday spiralsimon harakatlanib ketadi boyagi zaryadlangan zarra. O'sha spiralda qadami degan narsa bor. Qadam uzunligi mana bu narsa.
Mana bu qadamning uzunligi. Ya'ni ikkita prujinkaning orasi. Ikkita prujinkaning ikkita anaqa aylanachasining orasi qadam deyiladi har biri. L bilan belgilanadi. Agar shuni so'rab qolsa 2pm taqsim bq, e'tibor bering, davr mana, davr ko'paytirilgan nima edi? V kosinus alfa. T teng 2pm taqsim bq ko'paygan V kosinus alfa. Bu nima desa, spiral simon harakatlanadi. O'sha spiralda qadamining uzunligi. Endi moj tushib qolishi mumkin. Bu tushar ekan, bu qiyinroq formula ekan deb qo'rqib qolmaysiz. Men prosta taxmin qilyapman buni. Demak, burchak bu to'g'ri uchib kirgan paytda, ya'ni 90 gradusda perpendikulyar uchib kirgan paytda mana formulalar burchak ostida uchib kirgan paytda o'sha radiusning formulasi mana, spiral qadamining uzunligi mana. Davr o'zgarmaydi. Qarang, burchak ostida uchib kirgan paytda bunga ham sinusmi, kosinusmi ko'payadimi? Yo'q, ko'paymaydi. Mana qarang, ko'paymagan-ku. 2pm taqsim bqning o'zi bo'laveradi. Mana o'sha uchib kirayotgan zarrachani massasi. Lorentz kuchida e'tiborli bo'ling. Amper kuchi bilan Lorentz kuchi o'zi aka-ukadek gap. Qarang, amper kuchi qanaqa kuch desangiz, o'sha magnit maydonda bitta sim turadi. O'sha simdan tok o'tish kerak. Amper kuchi keyin ish bajarmaydi. Shunisiga uzr. Lorentz kuchi ish bajarmaydi. Shunisiga ham e'tibor bering. Ertaga tushib qolishi mumkin. Lorentz kuchini bajargan ishini toping. 0 deb belgilaysiz yoki ish bajarmaydi degan javobni belgilaysiz. Tushundingiz-a? Lorentz kuchini bajargan ishini toping desa, Lorentz kuchi ish bajarmaydi yoki 0 deb belgilaysiz. A javobda 0, B javobda ish bajarmaydi degan javob kelmaydi. Chunki ikkovi ham to'g'ri. O'zi butun fizika bo'yicha borki, ikkita kuch ish bajarmaydi. Lorentz kuchi bilan markazdan qochma kuch. Boyagi jism aylanayotgan paytda mv kvadrat taqsim r degan formulani bilasizmi? mv kvadrat taqsim r, markazdan qochma kuch. O'sha bilan Lorentz kuchini bajargan ishini so'rab qolsa, nima qilar ekansiz? 0 belgilar ekansiz yoki bajarmaydi degan javob belgilar ekansiz. Endi xo'p, amper kuchiga qaytdik. Amper kuchi magnit maydonga joylashgan, magnit maydonga kirgan va tok o'tayotgan simga ta'sir qiladi. Mana stalbalarda sim bor-ku, alyumin sim tok o'tyapti-ku. Ana shunga magnitni yaqinlashtirsangiz yoki magnit maydonga kirsa, o'shanga ta'sir qiluvchi kuch amper kuchi. U chap qo'l qoidasidan topiladi. Chap qo'l qoidasi amper kuchi. Tushundingiz-a? Aynan mana shu amper kuchini ham boya yopiq guruhimizda tushuntirib o'tganman, butun mavzu qilib. Tushib qolishi mumkin deb. Amper kuchining formulasi nima ekan? B I L sinus alfa ham. Sinus alfa ham boyagi tok kuchi bilan induksiya orasidagi burchak. Agar amper kuchidan masala gap qolsa shu. B yana induksiya, I tok kuchi, L boyagi simning uzunligi. Qiyin narsa emas-a? Yo'q. Induksiya, tok kuchi, ko'paytma hammasini o'rtasi. L simning uzunligi. Va amper kuchi faqat chap qo'l qoidasi bo'yicha topiladi. Amper kuchi chap qo'l. Tushundingizmi? Endi Lorentz kuchi ikkita qo'l ham ishlaydi. Musbat bo'lsa chap qo'l qoidasiga asosan topiladi. Manfiy bo'lsa o'ng qo'l. Qarang, esda qoldirish uchun sizga aytaman. Musbat zaryad kuchli zaryad, manfiy slabiy zaryad. Bizda endi chapaqaylardan tashqari o'ng qo'limiz kuchli, chap qo'limiz slabiy, to'g'rimi? O'sha kuchli zaryadga kuchli qo'l to'g'ri kelmagan, teskarisi qarang, musbat zaryadga chap qo'l to'g'ri kelgan, manfiy zaryadga o'ng qo'l. Demak, kuchli zaryadga kuchsiz qo'l to'g'ri kelar ekan. Eslab qolishga yaxshi narsa mana shu. Demak, bu Lorentz kuchida ikkita qo'l ham ishlaydi ekan, amper kuchida esa faqat chap qo'l ishlaydi ekan. Chap qo'l qoidasi. Birligini toping degan bu yerda. Qarang, birligi bu radius bo'lganiga birligi metr bo'ladi. Radius bu uzunlik-ku, birligi metr. Ertaga sizga boyagini berib qolamiz. Misol uchun qarang. 2pm taqsim bq deydi. Buni birligini top deydi. Bu nima ekan? Bu davr ekan. Davrning birligi nima ekan? Faqat sekund ekan. E'tiborli bo'ling. Agar sizga bq taqsim 2pm chalkashtirib qo'ymang, 2/1 ball kerakmi? Yaxshilab e'tiborli bo'ling. bq taqsim 2pm bo'lsa nima bo'ladi? Bu davrda g'irt chappasi bo'ldimi? Davrda g'irt chappasi nima edi? Chastota edi. Chastota. Demak, bq suratda bo'lsa, bu chastota bo'ladi. Uni birligi ko'p, e'tiborli bo'ling. Sekundda -1-chi deydi. 1 taqsim sekund deydi yoki gerts deydi yoki gertsni bunaqa gs qilib belgilash ham mumkin. Yoki aylana taqsim sekund deydi.
1, 2, 3, 4, 5 xil birligi bor ekan chastotani. Eng mashhuri Gers. Keyin 1 taqsim sekund. Aylana taqsim sekund, sekundning minus birinchisi. Tushunarli? 4 ga qarang. Qayiq oqim bo'ylab 15, oqimga qarshi 5 tezlik bilan qayiq oqimini oxirgi tezlikni toping debdi. Ana. Qayiq oqim bo'ylab qarangda. Mana bu qayiq bor-ku, oqim bo'ylab suzadigan bo'lsa, mana motori bor deylik. Mana qarab oqim suzyapti buni. Oqim tezligi, mana bu qayiqning tezligi. Shu qayiqqa hozir oqim yordam beryapti yo xalaqit beryapti. Oqim bo'ylab suzsa qayiq tez ketadimi, sekin ketadimi? Tez ketadi. Shuni nima qilgan bunday bo'lgan? Chunki qayiq tezligiga oqim tezligi qo'shilib ketgan. Shuni 15 deyapti. Oqimga qarshi tutsa-chi, endi bunday ketyapti. Nafta odam bor edi. Men uydan chiqdi, aytaylik u ishiga qayiqda qatnaydi. Daryo yoqasida yashaydi, ishi ham daryo yoqasida. Qayiqda qatnaydi. Xo'p, yarim yo'lga yetgan paytda nima bo'ldi? Telefoni qolib ketibdi uyda. Boshqa narsa qolib ketsa qaytmaydi, lekin telefoni qolib ketsa qaytadi. Tem bo'ldi, ekran blokirovkasi ham yo'q ekan, Telegram, Instagramlar qulflanmagan ekan. Nima qiladi? Sirraz 180 gradusga buriladi. Ana endi va qayiq oqimga nima bo'ladi? Qarshi bo'lib qoldi. Endi qayerga borasan? Bu yoqqa deydi. Sen boy tez ketayotganding, endi sekin ketasan deydi. Yemoqda qusmog'i bor degan mana shu bo'ladi. Orqaga burilgan paytda qayiq oqimga teskari bo'lib qoldi. Endi nabarot va qayiq minus voqim bo'ladi. Teng 5. Men abituriyentlarga darsda yilni boshida o'tiladi-da bu mavzusi. Mana shuni tushuntiraman. Sen hozir mana bu yerdasan, mana imtihonga kelgan kuning, mana imtihon. Va kelgan kuning. Kelgan kuninggacha sen oqim bo'ylab sursang, ya'ni mazza qilib borsang, imtihon kuni orqaga burilish kuni bo'ladi. Dabdalang chiqadi deyman. Tushunasizmi? Endi boshida shunday qo'rqitmasak bo'lmaydi-da. Dars qilmay qo'yamiz. Ya'ni qarang. Futbolga o'rtoqlari bilan, qo'shnisinikida bir singlisi tug'ilgan kuni bo'layotgan bo'lsa ham ketaveraverib, bu oddiy sabablarga 25-may ketaveraversa, ya'ni xohlagan payt darsga xohlagan payt yursa, mazza qilib ketyapti mana. Oqim bo'ylab mazza qilib ketyapti. Imtihon payti u orqaga burilish payti bo'ladi. Qiynaladi. Endi men nima deyman? Sen imtihongacha oqimga qarshi so'z, mana. Bu yerdan ketayotgan bo'lsang, mana imtihongacha qiynalib, issiq, sovuq demay, nima bo'lsa ham bordi, qiynalib dars qilib, tushunmasa ham tashlab ketmasdan bordi. Ana endi imtihon kuni orqaga qaytish kuni bo'ladi deyman. Sen oqim bo'ylab sursang ham, oqimga qarshi sursang ham imtihon kuni orqaga qaytish kuni har doim, tushunib oling. Nima qiladi? Bu oqimga qarshi borayotgan odam orqa bu yoqqa buriladigan bo'lsa, ya'ni hozirgiga teskari variant bo'ladigan bo'lsa, maza qiladi, to'g'rimi? Qiynalib boryapti, bitta orqaga burilsa, maza qilib tez ketadi bu yoqqa qarab. Men sizga hayotiy misol. Endi xatma-xat qo'shib yuboramiz buni. Qo'shib yuborgan paytingiz mana oqimlar yo'q bo'lib ketadi-da, ikkita v qayiq bo'ladi. Ikkita v qayiq bularni ham qo'shasiz 20 bo'ladi. Shunda v qayiq nima bo'ladi? 10 bo'ladi. Mana bu 10 bo'lsa bu necha bo'lishi kerak? 5 bo'lishi kerak. Mana qayiq 10, oqim 5 deyapti. Tushundingizmi? Endi qarang-da. Yana bitta test variantini aytaymi? Qayiq oqim bo'ylab 15, oqimga qarshi 5 desa, qarang, sizga yana bitta undan ham oson usuli. Ekoni qo'shib 2 ga bo'lsam qayiqnikini beradi. Ekoni ayirib 2 ga bo'lsam oqimnikini beradi. O, zo'r usul ekan. Ertaroq shuni aytmaysizmi? Shunaqa deyapsizmi? Ikkalasini qo'shib 2 ga bo'lsangiz qayiq, ekoni ayirib 2 ga bo'lsangiz oqim. Tamommi? Endi faqat bitta joylarga e'tiborli bo'lasiz. O'sha oqim bo'ylab suzayotgan paytda tezligi 72 km/h deydi. Burilgandan keyin oqimga qarshi suzayotgan paytda 10 m/s deydi. Nima qilasiz? 72 ga 10 ni qo'shib 82 ni 2 ga bo'lasiz. 41 ni belgilaysizmi? Pishdingiz. Nega? Birliklar bir xilmas-ku akalar. Km/h bilan metr boshqa narsa-ku. Xo'p, shu yerda nima qilishim kerak? Nima qilishingiz kerak? Birligiga qarashingiz kerak. Oxirida masalan shartida nimada so'ragan? Ma'noda so'raganmi yo bunda so'raganmi? Shunga qarashingiz kerak. Birlikka qaramasangiz uxlatasiz. Bunda so'ragan bo'lsa, mana bunga teginmaysizda buni o'zgartiradi, chunki bunda so'ragan-ku bizga. Mana uni bilasa, 200 km/h dan metr/s o'tishni bilasiz. Km/h dan 3.6 ga bo'lsak, metr/s o'tadi. Demak, 72 ni bo'lasiz 3.6 ga 20 chiqadi. Bu 20 metr/s bo'ldi. Ana endi ishlang. Ekoni qo'shib 2 ga bo'ling. Demak, qayiqniki 15. Ekoni ayirib 2 ga bo'ling, oqimniki demak 5.
Ketdimi? Endi agar mana bunaqa birlikda so'rasachi, endi bunga teginmaysizda, buni o'zgartirasiz. Endi nima qilish kerak? Metr taqsim sekundda kelsa, endi 3.6 ga ko'paytirasiz. U kilometr hashga o'tadi shunda. 10 ni ko'paytiring 3.6 ga 36 bo'ladi. Demak, 72 ga 36 ni qo'shib 2 ga bo'lsangiz qayiqniki kelib chiqadi. Ayirib 2 ga bo'lsangiz oqimniki kelib chiqadi. Yoki mana uni ham ishlab qo'ysangiz ham bo'ladi. Mayli qarang. Buni metr taqsim sekundga o'tkazdiz, ishladingiz, 20 metr taqsim sekundda chiqdi qayiqniki. Endi ular bu birlikda so'ragan bo'lsa, mana shuni 3.6 ga ko'paytirib qo'ysangiz ham bo'laveradi lekin. Mana shuni o'tkazib qo'ysangiz ham bo'ladi. Xo'p, ana endi keyingisi tushunarli bo'ldi bu. Tomon 2 metr bo'lgan kvadrat suvda suzib yuribdi. Xo'p, ustiga yuk qo'yilgach 5 sm cho'kdi. Qayiq qo'yilgan yukning massasini toping debdi. Yaxshi, qarang. Kvadrat suvda suzib yuribdi. Ustiga yuk qo'yilganda 5 sm ga cho'kdi. Nima qilasiz? Bunaqa paytda mg teng f arximet deysiz. Mg teng f arximet. Bizdan mana massani so'rayapti. M ko'paygan 10, arximetni rho suv v j deysiz. Ya'ni v botgan j. M teng, M ko'paygan 10, rho suv zichligi 1000 ga teng, bilasiz mana. M ko'paygan 10 teng suv zichligi 1000. V ni mana bu v ni topib olamiz. V ni SH deb ishlasa bo'ladi. S bu yerda kvadratning yuzasida. Xo'p, kvadratning tomoni 2 metr bo'lsa, yuzasi 4 bo'ladi. S teng a kvadrat-ku. S teng 4. Nima deyapti? 5 sm ga cho'kdi deyapti. 5 sm 10 darajasi -2 olasiz. Bu hajm chiqdi hozir. O'zi mana qarang, j bilan mana uni qisqartirib olsangiz ham bo'ladi o'zi mana. Bu ham 10, bu ham j ku 10 ku ketdi ikkalasi. Bu ham ketdi mana massa 1000. Xo'sh, mana bu 4. 5 10 darajasi -2. Va ikkita 0 bilan mana bu -2 yo'q qoladi. 20 ko'paygan 10, 200 ekan. To'g'ri belgilagan mana. Demak, bunaqa paytda tushuningizda mg teng f arximet deysiz. Arximet kuchining formulasi rho suyuqlik v botgan j. 5 sm botgan deyapti-ku. V ni faqat SH deysiz tushunib oling. V teng SH bo'lib yoyiladi. Bundan qanaqa variant kelib qolishi mumkin? Bundan endi kvadrat demasdan ertaga nima deyish mumkin? Uchburchak deyish mumkin. To'g'ri 4 burchak deyish mumkin yoki mana kvadrat demasdan bu yog'i 2, bu yog'i 3 bo'lgan to'g'ri 4 burchak deyish mumkin. Yuzada farq qiladi, faqat 2 karra 3 deysiz endi. Yoki 3 burchak deyish mumkin, muntazam 3 burchak. Yuzasini topishni bilasizmi? A kvadrat ildizosi 3 taqsim 4. Mana shunaqa variantlar kelib qolishi mumkin. Lekin formula o'zgarmaydi. Tushundingizmi? mg teng f arximet. Ya'ni arximetdagi j bilan mana qarangda, mg rho suyuqlik v j. J bilan j ketdi. Demak, m teng rho suyuqlik v. V ni nima deysiz ekan? SH deysiz ekan. Mana shundan chiqar ekan. Yuzasini topasiz, qancha santimetr cho'kkanini, suv. Xo'p, suv emas, ertaga kerosin bo'lib kelib qolishi mumkin. Yog' bo'lib kelib qolishi mumkin, birligi boshqa bo'lib qolishi mumkin. Shu variantlari bo'lishi mumkin. 6 ga qarang. Massasi 2 kg jism gorizontal yo'nalishda 24 newton 16 newton kuch bilan oldinga tortmoqda, tezlanish toping. Gorizontal yo'nalishda 24 va 16 newton kuchlar bilan oldinga tortmoqda, tezlanish toping. Bo'ldi, ikkita kuch bir xil yo'nalishda tortayotgan ekan mana. Mana bitta jismni bu yoqqa ham 24 tortyapti, ham 16 tortyapti deyapti. Bir xil yo'nalishda bo'lsa kuchlar natijaga qo'shiladi-ku. Umumiy kuchni topib olasiz birinchi. 24 plus 16 deysiz. Qancha bo'ladi? 40 bo'ladi. Ana endi o'sha f ni m ga tenglaysiz. F ga 40 olasiz, ya'ni umumiysini olasiz. Massa 2 kg, ko'paygan a. A nima bo'ldi? 20 chiqdi. Xo'sh, ertaga qanaqa variant kelib qolishi mumkin? Ertaga aytaylik, qarama-qarshi deydi. 24 newton oldinga tortyapti, 16 newton orqaga tortyapti deydi. Qarama-qarshida nima qilar ekanmiz? Ayiramiz. Endi kuchni topish uchun demak 24 dan 16 ni ayirasiz. 8 chiqadi. O'sha 8 newtonni m ga tenglaysiz endi. Massa 2 kg bo'lsa, misol uchun 4 chiqib qoladi. Yoki boshqacha variantlar, misol uchun mana qarang. Ikkita kuch degan bo'lsa, endi bu safar bir tomonga qarab 3 ta kuch bo'lishi mumkin. 5, 15, 40 misol uchun. Massa 10 kg deydi.
Qancha tezlanish bilan ketyapti. Qo'shing hammasini. Bir xil yo'nalishda bo'lsa qo'shasiz. 60 bo'ldi, hammasini qo'shsangiz. Demak, o'sha 60 ni emaga tenglab qo'yasiz. Massa 10 bo'lgandan keyin A6 chiqyapti, misol uchun. Yoki boshqacha variantlar, misol uchun. Bu yoqqa 2 ta, bu yoqqa bitta qarama-qarshi tortyapti deydi. 5, 25, mana bu yer 15 deydi, misol uchun. 2 kilogramm deydi. Buni qo'shasiz, bir xil yo'nalishda bo'lgani uchun 30 bo'ladi. Buni ayirib tashlaysiz, 15 bo'ladi. O'sha 15 ni emaga tenglaysiz. 15 teng 2 ko'paytirilgan A bo'lsa, A teng 7,5 misol uchun. Demak, tushundingiz-a? Bir xil yo'nalishdagilar hammasini qo'shamiz. Boshqa qarama-qarshi bo'lmasa, o'shalarni emaga tenglab qo'yamiz. Agar qarama-qarshilar bo'ladigan bo'lsa, ularni ayirib tashlaymiz. Qarama-qarshidan bir nechta bo'lsa, ularni ham qo'shamiz, keyin ayiramiz. Misol uchun mana qarang. Bu yoqqa 3 ta. Bu yoqqa 2 ta kuch, 5 kilogramm. 10, 20, 40 newton kuchlar. Mana 5, 15 newton. Nima qilamiz? Hammasini qo'shing. Qancha? 70. Buni qo'shing 20. Ayirib tashing endi qarama-qarshi ikki tarafda. 70 dan 20 ni ayirib tashlaysiz. 50 qoldi. O'sha 50 ni endi emaga tenglab qo'yasiz. Qiyin emasmi? Yo'q. Xo'p, yana qanaqa variant kelishi mumkin? Mana kuch tortyapti, massasi bor. Endi ishqalanish koeffitsiyentini berib qolishi mumkin bu yerdagi mu ni. Tekis tortib ketyapti desa, o'sha F tortayotgan kuchimiz faqat mu mg ga teng bo'ladi. Yo'q, falon tezlanish bilan tortyapti desa, endi orqaga ema ham bo'ladi. Shuning uchun tezlanish bersa mu mg plus ema deb yorasiz. Ya'ni mu mg ga mu ishqalanish koeffitsiyenti. Emani qo'shib yorasiz, qiyin emas. 7-chi chizma ekan. Nima sharti yo'q ekan buni? Shartimni o'zim tuzib yoraman. Qisqasi kuchlanish bor, 72, I1 so'rag'a, yaxshi. Mana buni o'tayotgan tok kuchi demoqchi. Qarang, bu yerdan asosiy sentralniy, glavniy simdan tok keladi. Bu yerdan ham tok keladi va shu merikiyiniki bo'linadi. Bu yoqqa qanchasidir, bu yoqqa qanchasidir bo'linadi. Endi I1 qaysi? Misol uchun mana shuni I1 deymiz. Mana uni I2 deymiz. Bitta barmoq qaychi usul o'rgatganman, shurda test variant o'rgatganman. Qani bitta ishlab ko'ringchi shu usul bilan. Videoni pauzaga qo'yib bitta ishlab ko'ring. Men ham videoni pauzaga qo'yib uyga borib kelay, ertalab kelaman. Agar hozir shurda dars to'xtatib yuboradigan bo'lsak, eng qiziq joyida kinoni keyin reklama qo'yib yuborgandan ham battar bo'ladi-da. Qarang. Bu yerda ozgina kamchilik bor. Nimaga? Kuchlanish degan bo'lsa, agar mana u bo'lsa 72 bo'ladigan bo'lsa, bizdan I1 ni so'ragan bo'lsa, mana bundan o'tayotgan tok kuchini so'ragan bo'lsa, bunday narsa bor, qarang. Umumiy glavniy simdagi I bor-ku, u taqsim R umumiy deymiz. 3R bilan 6R parallel ishlaydigan bo'lsangiz, umumiy 2R chiqadi. I teng mana 72 taqsim 2R deysiz mana. 72 taqsim 2R. Xo'p, mana R ni qiymati kerak bizga. R ni qiymati bu yerda yo'q-da, qanchaligi. Tushunasizmi? Agar xo'p, mana shunaqa masala bo'lgan taqdirda ham bu yerda R ni qiymatini deb yozib qo'yadi. Misol uchun R teng 4 deymi, 2 deymi, necha desa deydi. Misol uchun shu R ni xohlagan bitta son qo'yib ko'raylik, mayli. 4 qo'yib ko'raylik. 4 bo'lsa 8 bo'ladi. 72 ni 8 ga bo'lsangiz nima bo'ladi? 9 bo'ladi. Ana endi, xo'p, mana umumiy tok 9 bo'lsa, kelayotgan tok 9 bo'lsin. Sizga bitta test usulini o'rgatganman. Ikkita qarshilikni bir-biriga qo'shasiz. 9 chiqyapti, 9R bo'lyapti. R'si kerak emas, sonini olasiz, 9 ni olasiz va asosiy tok kuchini shunga bo'lasiz. 9 9 ga bo'lsangiz 1 bo'ladi. Endi o'sha 1 ni 3 ga ko'paytiring. Mana bu 3 chiqyapti. O'sha 1 ni 6 ga ko'paytiring, mana bu nima bo'lyapti? 6 chiqyapti. Faqat ikkalasi joyini almashtirib qo'yasiz deganman. Nega? Chunki qarshilik kichkina joydan naborot ko'p tok yurish kerak. Bular soxtalari, haqiqiysi joyi almashgandan keyin kelib chiqadi deganman. Mana glavniy simdan mana buni aytaylik 3R deylik. Mana bu 3R. Mana bu 8R bo'lsin. Ikkita sim mana. Mana kelyapti 33 amper tok kelyapti mana yerdan. Umumiy glavniy simdan 33 amper tok kelyapti. Ikkita qarshilikni qo'shing, 11R bo'ladi. Shuni sonini oling, 11 ni oling. Keyin 33 ni asosiy tok bor-ku, 33 ni 11 ga bo'ling, 3 chiqadi. Endi 3 ni 3 ga ko'paytiring, bu 9 bo'ladi. 3 ni 8 ga ko'paytiring, 24 bo'ladi. Xo'p, bundan o'tayotgan 24 emas, teskari joyini almashtirib qo'yasiz. Bundan 24 o'tayotgan bo'ladi, bundan 9 o'tayotgan bo'ladi. Qiyin emasmi? Bo'ldi, oson. Tushundingizmi buni? Mana shunaqa holat. Bu o'tgan safarlarim tushuntirilgan. 3 talik bo'lsa ham shu 3 ta qarshilikni qo'shasiz, umumiy tokni bo'lasiz,
chiqib kelaveradi. Buyumdan yassi ko'zgugacha bo'lgan, mana qarang, yassi ko'zgu har kun kelyapti. Buyumdan yassi ko'zgugacha bo'lgan masofa 2 sm. Tasvirdan yassi ko'zgugacha bo'lgan masofa voy oson-ku, 2 sm bo'ladi, qarang. Mana siz oyna, yassi ko'zgu oyna, shu har kuni qaraydigan trimodan oltdagi oyna. Siz bundan 2 metrmi, santimetrda turgan bo'lsangiz, mana biratan ham 2 santimetrda turgan bo'ladi-da. Mana siz unga qarab tursangiz, u ham sizga qarab turgan bo'ladi. Tushundingizmi? Bir xil bo'ladi. Endi berishi mumkin. Tasvirdan bungacha, buyumgacha 4 bo'ladi, общий yig'indi bo'ladi. 650 milliohm necha ohm deyapti. Bu qarshilikni birligi. Endi bu yerda Pascal ham, Newton ham, любой narsa kelishi mumkin. Milli bo'lsa bo'ldi. 650 milli kichkina m bilan kelamiz. Misol uchun milli Newton deb ketaman, misol uchun. Bo'lasiz mingga 0.65 Newton yoki ohm, Pascal farqi yo'q, bir xil narsa ketadi. Tushundingizmi? Endi 3 Newton necha milli Newton deyotgan bo'lsa, nabarot ko'paytirasiz. Mingga qiyin emas shuni tushunib olish, to'g'rimi? 3000 milli Newton bo'ladi, misol uchun. Milli Newton. Xo'sh, o'ngga qarang. Jism yuqoriga 60 tezlik bilan tik otildi, jism yerga qaytib tushdi. Qanday tezlik bilan tushadi? Oho, qarang. 60 bilan otsa 60 bilan tushadi-da, akalar. Hech qanday shuni hisobga olmang degandi deb aytayapti ana o'sha yigit tuzib beryapti-ku, hisobga olmang degandi. Vertikal harakatni bu yopiq guruhimizda to'liq tushuntirib berganman, har xil variantini sodda qilib. Siz nima qilasiz? Vertikal harakat mavzusini bitta takrorlayverasiz. Xo'sh, mayli, takrorlash qilib beramiz. Paddeshka. Yuqoriga otdingiz 60 bilan. U tepaga ko'tarildi, yana 60 bilan pastga qaytib tushadi. Bo'ldimi, shumi? Ha, shu. Yo'q, hazillashyapti. Qarang. Eng tepani so'rab qolish mumkin. Tezligi 0 bo'ladi. 60 bilan otsangiz, bunday narsada qarang. Yer tomonidan J degan narsa bor. Jismlarni pastga tortib tashlaydigan tezlanish 10. U pastga qarab turadi faqat. J mana 10. Qarang, yuqoriga chiqayotgan paytda shu J ga teskari bo'ladi-ku, mana J pastga, bu yuqoriga chiqmoqchi. Xuddi bu qayiq oqimga qarshi suzganday gapda mana bu yerda. Orqaga qaytayotgan paytda qarang, u pastga tushyapti, J ham pastga. Endi oqim bo'ylab mazza qilib suzayotganday gap. Oqim bo'ylab suzsa tezlashib ketadi-ku, oqimga qarshi bo'lsa sekinlashadi. Xo'p, endi qarang. Yuqoriga otdingiz 60 bilan. Sekundiga bu tezlanishni o'zi birlik, tezlanishning mohiyati nima desa, tezlanish degani tezlikdan har sekundiga olib tashlanadigan qiymat degani yoki ustiga qo'shiladigan qiymat degani. Demak, qarang, jism sekinlashayotgan bo'lsa, tezlanishning qiymatini bilishga qiziqing siz. Misol uchun tezligi 100, u sekinlashyapti, tormozni bosib boryapti. Tezlanish qancha? Oling yana 25. Bo'ldi, demak u har sekundda 25 tezligini yo'qotib boradi degani. 4 sekundda to'xtaydi u. 100 bo'lsa 25 dan ketsa 75, 50, 25 0 bo'ladi-da to'xtaydi. Endi jismning tezligi 15, u tezlashyapti. Qancha tezlanishi desa 5 ekan tezlanishining qiymati. Bo'ldi, u sekundiga tezligi 5 oshib ketaveradi. 15 edi-ku. 20 bo'ladi, 25, 30, 35, 40, 45 ketaveradi shunday. Sekundiga, har sekundiga oshib boraveradi. Xo'p, endi siz yuqoriga otdingiz-ku. Sekundiga tezligidan 10 ayrilaveradi. Bu yoqqa qarab tushayotgan paytda sekundiga tezligiga 10 qo'shilaveradi qaytayotgan paytda. Misol uchun mana qarang, 60 ming so'm pulingiz bor, sekundiga 10 mingni sarflaysiz, rasxod qilasiz. Har sekundiga sizdan 10 ming birov olib qo'yadi. Yuqoriga otilganini tushuntiryapman. Necha sekundda pulingiz tugaydi? Ya 6 sekund deysiz, ha? Pul desa zo'r tushunasiz-da. 6 sekundda bu ham eng balandga chiqa oladi. Tezligi tugadi degani eng balandga chiqdi, tezligi 0 bo'ldi degani. U balandga chiqib turavermaydi, u sekundni 10 dan 100 dan bir o'lishida bir lahzaga bitta tinch bo'g'alatda 0 bo'g'alatda sirazi orqaga qaytadi. Tepaga chiqib 0 bo'lib turavermaydi u. Xo'p, orqaga qaytayotgan paytda endi sekundiga tezligidan qo'shilaveradi shunaqa. 10. Men sizga tushuntiraman, qarang. Men 60 bilan otganman. 1 sekunddan keyin tezligi 50 bo'ladi. Yana 1 sekunddan keyin 40 bo'ladi. Yana 1 sekund 30, yana 1 sekund 20, yana 1 sekund 10, keyin eng tepada 0 bo'ladi, qaytishda yana 10, 20, 30, 40, 50 va 60 bo'lib yerga uriladi. Endi sizga savol. 60 tezlik bilan otsam, 4 sekunddan keyin tezligi qancha va u qayoqqa harakatlanayotgan bo'ladi? Tepagami, pastgami? 60 bilan otsam 4 sekunddan keyin. Qani bitta o'ylab ko'ring.
20 deysizmi? To'ppa-to'g'ri. Qayerga tepagami? Yaxshi. Zo'r. Qarang, to'ppa-to'g'ri. 60 ming pulingiz bor. Sekundiga 10 ming olib qo'yadi kimdir sizdan uni. 4 sekundda 40 ming olib qo'yadi-ku, 20 ming qoladi cho'ntagingizda hali. Cho'ntagingizda qolgandan keyin nima bo'ladi? U hal tepaga chiqibdi degan. Endi yuqoriga 60 tezlik bilan otdik. 10 sekunddan keyin tezligi qancha bo'ladi, qani? Va qayerga bo'ladi yo'nalishi? 60 tezlik bo'lsa, 6 sekundda eng balandga chiqib oladi. Men 10 sekund dedim. Hali yana necha sekund bor? 10 sekundga yetguncha 4 sekund bor. U 4 sekundda orqaga har sekundiga 10 qo'shilavergandan keyin nima bo'ladi? 40 bo'ladi tezlik. Mana shu yerga yetib kelgan bo'ladi jism. Bunday narsada 60 ming pulingiz bor. Birov har sekundiga 10 mingni olib qo'ydi. Kistangizda pulingiz qolmagandi, bitta yig'lab berdingiz, keyin bo'ldi dedi, yana sekundiga 10 mingdan qaytarib berdi. Mana shunaqa narsa deb tushuning. Tushundingizmi? 10 mingdan olib qo'yaveradi sekundiga. Pulingiz tugagandan keyin siz bitta bechorani yoqib yig'lab shantaj qilib berasiz, keyin yana 10 mingdan qaytarib beradi shu joyga yana. Mayli deydi, qaytarib beradi yana. Xuddi shunaqa narsa bo'ladi bu yerda. Xo'p, endi qarang. Yerdan otganman yuqoriga 60 tezlik bilan 15 sekunddan keyin tezligi nima bo'ladi? 15 sekunddan keyin tezligi. O'ylanib qoldingiz-a? 0 bo'ladi. Nega? Qarang, o'zi 6 sekundda balandga chiqsa, bu yerga chiqsa, yana 6 sekundda qaytib tushsa, maksimal 12 sekund vaqt sarflaydi-da, bo'ldi, u yerga qars etib uriladi-da. 12 sekund u yerga kelib urilgan bo'ladi. Uje 13 sekund, 14, 15 u yoqqa hammasida tezligi 0 deysiz. U men 15 dedimmi? 12 sekundda yetib kelgan bo'lsa, 3 sekunddan beri yerda yotgan bo'ladi chalpak bo'lib. Demak, tezligi 0 bo'ladi. Endi qarang, shu yerda bitta narsada 12 sekunddachi desa, 12 sekundda ko'plar o'ylaydi, yerga tushib qo'ygan bo'ladi, tezligi 0. Yo'q, u 12 sekundda o'sha 60 tezlik bilan yetib kelgan va momenti bo'ladi. 12,1 sekund desa, endi 0 desangiz bo'ladi, lekin 12 sekund degan paytda 0 ni belgilamang hech qachon. 12 sekundda u 0 bo'lmaydi. 60 bo'ladi tezligi. 12,1, 12,2 desa, endi o'sha urilgan bo'ladi, to'xtagan bo'ladi. Endi qarang, bitta chalg'uvchi savol bor. 12 sekund boshidagi tezligini toping deydi. Bitta sekundni boshi bilan oxiri farqi bor, to'g'rimi? Men oydi boshi bilan oydi oxirining farqi bormi? Kvartira pulini oydi boshida berasan desa qanday? Oydi oxirida berasan desa qanday? Oydi boshida desa, hali bir kun turmasdan cho'z degani. Oydi oxirida desa, u haqiqatan bir oy turding, endi ber degani. Tushunasizmi? 12 sekundni boshi degani hali 12 sekund o'tgani yo'q. Siz 11 sekund hisoblaysiz degani. 60 bilan otdingiz yuqoriga. 12 sekund boshida desa tezligi 50 belgilaysiz. Chunki hali 12 sekund o'tgani yo'q, 11 da oxiri bo'ladi-da. 12 ni boshi degani 11 da oxiri bo'ladi. To'g'rimi? Ana dekabrda boshi degani noyabrda oxirimi? Noyabr to'liq tugab, dekabr endi boshlanadi deganimi? Xuddi shunday. 12 sekund oxirida desa, ayni endi bemalol 60 ni belgilaysiz. Ha, bo'ldi, 12 sekund уже o'tdi. Mana bu yer haqida gap ketayotgan bo'ladi. Mana shu yer haqida gap ketayotgan bo'ladi. 60 ni otganman. 9-sekund boshida tezligi qancha bo'lgan? 9-sekund boshida. Tushuningda, akalar, qiyin narsa emas-ku. 9-sekund boshi degani hali 9 sekund boshlangani yo'q. Bo'ldi, 8 sekund olaman. 8 sekund to'liq tugagan bo'ladi. Xo'p, u 6 sekundda tepaga chiqsa, men 8 sekund deyapman ekan. O'zi 9 da boshi deb chalg'itdim, lekin 8 sekund ekan. Ha, u hali 8 ga yetishguncha hali 2 sekund bor. 2 sekund u 20 tezlikka erishib qo'yadi. Mana shu yer haqida gap ketayotgan ekan. Men 20. Qiyin emasmi? Yo'q. Tushundingizmi menimcha? Yuqoriga otganda, demak, sekundiga 10 kamaytirib borasiz. Eng balandga chiqqandan keyin yana sekundiga 10 qo'shib boraverasiz. Xo'p, tepadan erkin tashlab yuborildi deydi. Mana misol uchun patologga osib qo'yilgan bir nimani uchun ip uzilib ketdi. Ya'ni mana bu narsani erkin tashlab yuborish bor, zarb bilan otish bor-da. Biroq yuqoridan jismni pastga ikki xil tashlash bor-da. Erkin tashlab yuborish bor. Prostata qo'lingizni ochasiz, bo'ldi. Zarb bilan otish bor. Erkin tushib ketsa, vinoloiding 0 bo'ladi. O'sha gap 1 sekunddan keyin tezligi 10 bo'ladi. Yana 2 sekunddan keyin tezligi 20 bo'ladi. 3 sekunddan keyin tezligi 30 bo'ladi. Mana shunday ketaveradi. 4 sekunddan keyin 40 bo'ladi tezligi, mana shunday ketaveradi. Agar vinoloid bilan otsa-chi pastga, misol uchun vinoloid boshida 15 tezlik bilan zarb bilan otdi pastga qarab. 15 bo'ladi, endi sekundiga yana 10 qo'shilib ketaveradi. 1 sekunddan keyin shunga 10 qo'shing 25 bo'ladi. Yana 1 sekunddan keyin shunga 10 qo'shing 35 bo'ladi. Yana 1 sekunddan keyin shunga 10 qo'shing 45 bo'ladi. Mana shunday ketaveradi.
Undayda qarang. Mana bu cho'ntagingizda 1 so'm pul yo'q degani. Sekundiga 10 ming kimdir beradi sizga. Osonku 10 sekundda o 100 ming bo'ladi, ya'ni tezligi 100 bo'ladi. 8 sekundda 80 bo'ladi tezligi. Endichi bunda o'z cho'ntagingizda 15 ming pul bor boshida. Endi lekin baribir yana 10 sekundiga 10 mingdan beraveradi sizga. O'z cho'ntagingizda 15 ming bor, 5 sekunddan keyin qancha bo'ladi pulingiz desa, 5 sekundda 50 ming olsam 65 ming bo'ladi deysiz. Bu ham shu 65 bo'ladi tezligi ham. Tushundingizmi? Endi qarang, yana bitta variantini aytib ketay endi. Mabodo shundan tushib qolsa. Jism deydi yuqoriga, aytaylik 40 tezlik bilan otildi deydi. Tepaga chiqib qaytadi-ku orqaga. 40 tezlik bilan otildi. 7 sekunddan keyin tezligini topingchi, nima bo'ladi? Xo'p, o'ylaysiz, 40 bilan otilgan bo'lsa, 4 sekundda eng balandga chiqib oladi. Chunki sekundiga 10 degan qoidani tushundingiz. Sekundiga 10 ketavergandan keyin, ayrilib ketavergandan keyin 4 sekundda tugaydi ana 40. Endi men 7 sekund dedim. Yana 3 sekund turibdi. 3 sekundda u pastga sekundiga 10 tezlashavergandan keyin nima bo'ladi? 30 tezlikka erishib qo'yadi. Demak, 7 sekunddan keyin tezligi 30 bo'ladi. Endi qarang, shu 40 bilan otilgan 10 sekunddan keyin tezligi qancha bo'ladi desa, xo'p, 4 sekund chiqsa, 4 sekund pastga tushsa, 8 sekundda u meniga yeb qo'ysa, u 10 deyapti. 2 sekund ortiqcha vaqt beryapti. Demak, 2 sekunddan beri u yerda yotibdi, tinch turgan. 0 bo'ladi deysiz, lekin javoblar ichida 0 yo'q. Iye, shunaqa ham bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Nimaga qarang. Biz o'zimiz ishlagan paytimizda 0 deb o'ylagandi yo'q. Keyin chizmasini keltirgan, chizmasida u jar yoqasidan otilgan bo'lgan variant bo'lgan. Qarang, mana bunday tushib ketgan pastga. Bunday otilganda mana bunday ketgan, mana bunday pastga qarab ketgan. Xo'p, shunaqa holat bo'lib qolsa, agar 0 bo'lmasa, shunaqa 8 sekunddan ortiqcha vaqt bergan, lekin 0 degan javob yo'q. Ha, demak, jar yoqasidan otgan ekan, u pastga jarlikka tushib ketgan ekan deysizda, ishlaysiz. Endi necha bo'ladi deb o'ylaysiz, qani? O'ylab ko'ringchi. 10 sekund dedim. Ko'p kuttirmaymiz, qarang. 4 sekundda eng balandga chiqib oladi. Ular 10 sekund degan. Hali yana bu yoqqa necha sekund harakatlanish kerak? 6 sekund harakatlanish kerak. Bu to'xtamay ketavergandan keyin 6 sekundda 60 tezlikka erishadi. Bo'ldi, javob shu. Tushundingizmi? Mana shunaqa holatlarni ham bitta tushunib olgan yaxshi. Energiya shuncha, potensial energiyasini toping. Energiyasi 600 jo'l, kinetik energiya shuncha. Ha. Kecha aytdik shunaqa narsalar, to'la energiya degan narsalarni. Bu 600 jo'l to'la energiya demoqchi. Energiyani W bilan belgilaymiz. To'la energiya kinetik bilan potensialni yig'indisiga teng. Oddiy. Buni 600 deyapti. Mana kinetik 200 deyapti. Potensial top deyapti. Buni bu yoqqa manfiy qilib o'tkazib bo'ldi, potensial 400 ekan. Har xil variantlar bergan ekan bu yerda. Tushundingizmi? Demak, to'la energiya ikkalasining yig'indisiga teng bo'ladi. Qiyin narsa emas. Endi sizga nima berish mumkin ertaga? Kinetik energiyasini beradi. 6 kilojoul deydi. Potensial energiyasini beradi. 300 joul, 3000 joul deydi. To'la energiyasini top deydi. Kilojoulda so'raydi. Yoki joulda so'raydi. Birinchi kilojoulda so'ragan variantini qaraymiz. Demak, ekonni qo'shsak to'la energiyani berar ekan-a? 3000 joulingiz necha kilojoul bo'ladi? 1000 ga bo'lasiz, 3 kilojoul bo'ladi. Qo'shasiz har doim 9 bo'lyapti, 9 kilojoul bo'ladi. Joulda so'rasachi 9000 bo'ladi. Joulda so'rasa, mana uni kilojoulda o'zgartirasiz-da. 6 kilojoulingiz 6000 joul bo'ladi. Keyin 6000 bilan 3000 ni qo'shaverasiz, 9000 bo'ladi. Demak, tushunarli, uncha qiyin savollar emas ekan-a. Kinetik energiya bilan potensialni qo'shsangiz, sizga to'liq energiyani berar ekan. 13 ga qarang. Biqirligi bor, kilo degan joy bor-da, shunisiga e'tibor bering. Kilonewton taqsim etdi. U degani 6 kilonewton degani 6000 degani-da. Ha, Instagramda 6K bo'psiz degani 6000 bo'psiz degani. 80K bo'psiz degani 80000 bo'psiz deganimi? Instagramda? Biz ham 40 ga yaqinlashganmiz deb maqtanib qo'yaymi? Xo'p. Qarang. Arqonning uzayishi 10 cm, elastiklik kuchini topish kerak ekan. Mana qarang. Bundan oson bor. Bitta formula K delta X. Akalar, bu yil fizika faqat birinchi darajali formula kelyapti, masala kelyapti. Faqat bitta formuladan chiqib ketadigan masala. Bitta formulani bilasiz, tap bosaverasiz, ishlab ketaverasiz. 6000 delta X o'rniga, xo'sh, 10 cm-ingiz 0,1 metr bo'ladi, o'tkazasiz. Mana bitta 0 ni shunga bersangiz bu 1 bo'ladi, 600 da o'zi bo'lar ekan. Mana javob. Tushundingizmi? 14 ga qarang. Jismning tormozlanish yo'li 4-sekund bosib o'tgan yo'ldan qancha ko'p? Xo'sh, tormozlanish yo'li degani, qarang, o'zi jism pastga qarab harakatlanib tushyapti mana.
Bu tezlik grafigi ekanki mana 24. Demak, boshlanish tezligi 24 ekan. Yozib qo'yamiz ana. V nolovoy 24. Oxiri kelib to'xtagan mana. Oxirgi tezligi 0 mana. Xo'sh, vaqtimiz necha? 6 sekund. Tezlanishni topib oling. V nolovoy minusdan V taqsim T. Mana 0 ga teng-ku. O'zi aslida V minus V nolovoy bo'ladi. Modul qilsangiz, endi tezlanish lozim, men musbat chiqarmoqchiman. Qisqasi, mana unga bo'lasiz, tezlanishni beradi. Tushundingizmi? Mana buni bunga bo'lasiz, tezlanish 4. Faqat minus 4 sekinlanuvchan. Endi tormozlanish yo'li deyapti. V bor. Mana bunaqa formulasi ham bor. V nolovoy T taqsim 2 ga qo'ysangiz ham bo'ladi. V nolovoy 24, 6 sekundda to'xtagan bo'lasi 2 ga. Demak, qarang. Mana shu uchburchakni yuzasida qisqasi, chunki V T grafikda yuza yo'lni beradi. Buni topish uchun A B taqsim 2 ku bilasizki mana. A 24, B 6. Ekonni ko'paytirib 2 ga bo'lasiz. Bu qisqasi 3 bo'lsa 72 ekan. Umumiy tormozlanish yo'li 72 ekan buni. Demak, tormozlanish yo'li tushunarli, 72 metr bo'lyapti. Endi 4-sekundda bosib o'tgan yo'li deyapti. N-sekundda bosib o'tilgan yo'l. Sekinlanuvchan harakatda aytganmiz. V nolovoy minus A taqsim 2, 2n minus 1. V nolovoy 24, ayirasiz. A bizda necha edi? Boya aytdim-ku. Ani topish uchun mana buni mana unga bo'lasiz. 4 bo'ladi. 4 taqsim 2. 4-sekund degan uchun 2 ko'paygan 4 minus 1 deysiz. Xo'p, ichini hisoblasangiz mana bu yer 7 bo'lyapti. Mana bu 2 7 kare 2 14, 24 dan 14 ayirsangiz 10 bo'ladi. Necha marta farq qilyapti? 702 marta farq qilyapti. Martada so'raganmi? Yo'ldan qancha ko'p ekan? Bosib o'tgan yo'ldan qancha ko'p? 72 metr, bu 10 metr. 62 metrga ko'p ekan. Tushundingizmi? 62 metrga ko'p. Qanchaga ko'p desa ayirib tashlaysiz. Mana boyagi savol yana qaytib kelgan qarang. Tomon 2 metr bilan kvadrat yog'och sol ustida surtdi. Sol ustiga qandaydir ism qo'yilsa, bu pastga sho'ng'iydi. Sol ustiga qo'yilgan. Boyagi mj teng f arximet dedik-ku. Tepada xuddi shu masalani ishlab berdim. J'lar qisqardi, m teng rho su v j bo'ldi. V botgan bo'ldi. V ni sh deb j ketdi bo'ldi. V ni sh deb yozaverasiz. Sharra buni qarang. Shar radius 8 cm, markazida 12 cm uzoqlikda elektron bor. Fi 24 cm bo'lsa fi ya cho'tta tushunarsiz-ku. Shar radius 8. 8. Shar radius 8 cm, markazida 12 cm uzoqlikda. Demak, markazdan 12 cm uzoqlikda. Yana 4 cm tashqarida demoqchi-da, demak. Uzoqlikda elektron bor. Xo'p, bu yerda elektron bor ekan, manfiy zaryadli. F 24 cm bo'lsa, F1 taqsim F2 ni so'roq. Menimcha ikkita masofa deganda mana qarang. Bittasi 12, bittasi 24 bo'ldi-ku. Bu yerda mana elektron bo'lyapti. Xo'sh, bu shar qanaqadir zaryadga ega bo'lsa, mabodo. Birinchi kulon kuchi K Q1 Q2 taqsim 12 ni kvadrati. Ikkinchisi esa K Q1 Q2 taqsim 24 ni kvadrati. Keyin bir-biriga bo'lish deyapti. F1 bo'lingan F2. Mana unga bo'ladi. Suratlar hammasi qisqarib ketsa, mana bunday qilib 24 bilan 12 ni bo'lish kerak va kvadratini ko'paytirish kerak. 4 chiqadi agar misol uchun shu shart bo'yicha ketsa. 680 millipaskal necha paskal? Bunaqa milli kelsa mingga bo'lishni hamma tushundi yo'qmi-cha? Mana 0.68 chiqadi. Fibr V2 massa berilgan, natija tezlanish topish kerak. Boyaga aytgan narsa. Qarang mana, fibr V2 berilgan, massa berilgan deyapti. Mana. Massa 5 kg, bu yoqqa tortyapti F1 20 newton. Bu yoqqa tortyapti F2 80 newton. Tezlanish topish kerak deyapti. Qo'shasiz, tushundingizmi? Boya buni rosa tushuntirdim, har xil variantini. Umumiy 100 newtonni olib m ga tenglaysiz. 100 ni ma deb yorasiz, chiqib ketaveradi.
Jism 30 tezlik bilan yuqoriga otilgan, pastga qanday tezlik bilan tushadi? Voy, aytdim. Hammasini tushuntirdim buni, variantlarni aytdim. 680 mil yana shuni yozgan. Mingga bo'ladi 0,68. 20. Kondensatorga lampochka ketma-ket ulangan chastota, ortiqcha lampochkaning tok kuchi qanday o'zgaradi? Qarang. I teng U taqsim RS degan formula bor. Bu sig'im qarshilik deyiladi. Uni formulasi bor. R sig'im qarshilik 1 taqsim omega S degan formulasi bor. R ni nima deymiz? 1 taqsim omega S desak, ya'ni U ko'paytirilgan omega S bo'ladi mana. Xo'p, ana endi U ko'paytirilgan omegani 2pi nu deb ketsangiz bo'ladi-ku, chastotaga bog'lab. Endi qarang. Agar chastota ortsa, tok kuchi qanday o'zgaradi? Qarang. Tok kuchi chastotaga to'g'ri proporsional bo'lyapti. Chastota oshsa ham tok kuchi oshadi, kamaysa kamayadi, bir xil bo'ladi. Ya'ni qarang, bu tepada, bu ham tepada-ku. Shuning uchun bu oshsa, bu ham oshadi. Chastota 5 marta oshdi desa, tok kuchi ham 5 marta oshadi. Chastota 4 marta kamaydi desa, bu ham 4 marta kamayadi. To'g'ri proporsional degan narsa bor-da. To'g'ri proporsional, teskari proporsional deyiladi. Ya'ni qarang, oddiy tushuntirib beraman. V teng S taqsim T deylik. Mana. S 3 marta oshsa, demak bilingki, bu ham 3 marta oshadi. Ya'ni ikkalasi ham tepada turibdi. Bu ham tepada, bu ham tepada. Agar V teng S taqsim T. Tushundingizmi? Necha marta? Agar 30 marta oshsa, 30 marta oshadi, aniq. Endi agar S 5 marta kamaydi desa, bu ham 5 marta kamayadi. Ya'ni Hasan Husan bo'ladi. Bu ikkita tepadagi narsalar bir-biri bilan Hasan Husan yo Fatima Zuhra bo'ladi. 30 marta osh degani Hasanga bir nima olib berdingiz, Husanga olib bermasangiz nima bo'ladi? Ayniqsa Fatima Zuhra bo'lsa. Fatimaga olib berdingiz sumka, Zuhraga olib bermadingiz. Zuhraga ham olib bermayincha tinchimaysiz, to'g'rimi? Ikkalasi bir xil o'zgarish kerak. Bu oshsa, bu ham oshmasa bo'lmaydi yoki kamaysa kamayish kerak, bir xil o'zgarish kerak. Endi men rostmi yolg'on bilmayman-ku, agar Hasan kasal bo'lib qolsa, Husan ham mazasi qochadi deydi. Ko'rinmas simlar bilan bog'langan bo'ladi shunaqa deydi, ish qilib. Ya'ni bir xil o'zgarish kerak ikkalasi. Endi mahrajga qaytamiz, qarang. Vaqt 5 marta oshsa-chi, ya'ni endi bu teskari bo'ladi. Va tezlik 5 marta kamayib ketadi. Tushundingizmi mana? Tepadagi narsalar bir-biri bilan to'g'ri bog'langan bo'ladi. Pastdagi bilan mana tepadagi teskari bo'ladi. Dushman deb tasavvur qiling. Bu oshsa, bu kamayib ketish kerak endi. Tushundingizmi? Hozir misol uchun mana 5 marta oshganda bu 5 marta oshyapti-ku. Endi navarot. Agar mana bu T 5 marta oshsa, bu qarang kamayib ketdi. Mahrajga tushdi. 5 marta kamayib ketdi. Endi qarang, agar T 3 marta kamaydi desa-chi. Demak, bu kamaysa, bu oshib ketadi mana. 3. Ya'ni teskarisini belgilaysiz-da. Ikkalasini masala qilib bersa teskarisi. Agar ikkita tepadagi narsani so'rasa, oshib ketadi. Endi katta ehtimol bilan ertaga bu nima bo'lib keladi? Kondensator emas. Mana shu yerda men aytdingiz, induktiv g'altak deb keladi. Endi maqtanish emas-u, 12 yildan beri shu fizikani ichida bo'lganingizdan keyin bu savoldan keyin qanaqa savol kelishini bilib qolasiz-da. Misol uchun qarang, ba'zilar aytadi-da, kitob o'qiydiganlar. Bir kunda bitta kitobni o'qib tugatdim deydi. 100 betlik, 200 betlik deydi. Biz o'qib tugata olmaymiz. Nega? Ular kitob o'qiyverib, ular shunday boshidagi so'zni boshini o'qiydi, o'rtasini o'qiydi, oxirini o'qiydi. Bo'ldi, shu qatordan nima jumla ketayotganini tushunadi. Ularni o'qishi juda tez bo'ladi. Shunaqa kitob o'qiyvergandan keyin shu asl bo'lib ketadi kitob o'qish bo'yicha. Biz misol uchun den deb o'tirgansiz-ku, ular shipirlatib o'qib ketaveradi-da, tushunyapsizmi? Yoki bitta so'zni boshiga oxiriga qaraydi, bo'ldi, tushunib ketaveradi. Tezlashtirib ular shunaqa spetsialist bo'lib ketgan. Azizdan bitta sohaning ichida 12-13 yil yuradigan bo'lsangiz, bugun nima savol keldi, ertaga nima savol tashlaydi. Yoki o'zi bu savol keldimi, buni sherigi qanaqa savol bo'lishi mumkin? Uni bilib qolasiz-da, bitta narsani qayta takrorlayverganingizdan keyin. Ertaga sizga induktiv g'altak deb kelib qoladi, misol uchun. Induktiv g'altak formulasi RL teng omega L formula. Endi qarang, I teng U taqsim RL deysiz. U taqsim omega L. Mana. Endi omegani yoyamiz. U taqsim omegani 2pi nu deysiz va L bo'ladi. Ana endi chastota bilan I bir-biriga teskari bo'lib qoldi. Chastota oshsa induktiv tok kuchi kamayib ketish kerak. Endi sizga hamma tushunadigan va hammaga yoqadigan bitta usul aytaman. Kondensator desa, shu ma'qulda hammaga hozir. Gapni ko'paytirmay shunaqa qilgan ma'qul. Kondensator desa, tok kuchini aytadi.
kondensator desa, chastota oshsa oshsin, kamaysa kamaysin. Ya'ni bir xil o'zgarsin. Hasan Husayn, Fatima Zuhra. Kondensator desa. Induktiv g'altak desa, teskari. Induktiv g'altakni bersa, chastota misol uchun oshdi, to'kchi nima bo'ladi desa, chastota oshdi, to'kchi nima bo'ladi desa, kamaydi deysiz. Qiynmas ekanmi? Yo'q, qiynmas ekan. Xo'p, endi ertaga yoki boshqacha variant kelib qoladi, qarang. Men sizga aytdim, I teng xo'sh. I teng u ko'paygan 2pi nu s dedim. Hozir aytyapman. U taqsim 2pi nu s deyapman. L bu s emas, bu L bo'ladi. Bunda s bu kondensator. Bu kondensator uchun, bu induktiv g'altak uchun. Induktiv g'altak uchun. Xo'p, endi qarang. Kondensator deganda chastota oshsa, to'kchi oshsin, necha marta bo'lsa shuncha. Misol uchun chastota 3 marta oshsa, to'kchi ham 3 marta oshsin. Chastota 5 marta kamaysa, kamaysin. Tamom. Endi uni topishimiz kerak. Uga bog'lagan varianti bo'lishi mumkin-da. Bugun to'kchi deb kelibdi. Endi ertaga ham yana shu kondensator deydi. Prosta kuchlanish deyish mumkin. Kuchlanish topasiz. I taqsim 2pi nu s bo'ladi. Ana endi kuchlanish desa chastota mahrajaga tushib qoldi. Endi teskari bo'ladi. Hali umuman induktiv g'altakka o'tganimiz yo'q. Qarang, kondensatorning o'zini gaplashyapmiz. Kondensator dedi, sizga signal tochkalarni aytyapman. Kondensator dedi, chastota oshdi desa, to'kchini so'roq qilsa, to'kchi nima bo'ladi desa, chastota oshsa oshadi, kamaysa kamayadi. Bo'ldi, stop. Endi yana kondensator dedi, faqat endi kuchlanish so'rayapti. Sizga chastota oshdi desa va kuchlanish, to'kchi emas, kuchlanish desa, endi teskarisini belgilaysiz. Chastota oshdi, kuchlanish nima bo'ladi? Kamayadi. Chastota kamaydi, kuchlanish nima bo'ladi? Oshadi. Necha marta bo'lsa, shuncha marta bo'ladi. Misol uchun chastota 5 marta oshdi, bo'ldi, bu 5 marta kamaydi. Chastota 3 marta kamaydi, bu 3 marta oshdi. Bo'ldi, kondensatorni yopdik, tamom, bo'ldi, qaytmaymiz. Induktivga o'tdik. Induktivda endi shundan uni topsangiz, I ko'paytirilgan 2pi nu L bo'lib qoldi. Endi u bilan bu to'g'ri bog'lanib qoldi. Endi induktivga o'tib ketdik, butun endi miyani induktivga nastroy qilasiz, qarang. Chastota desa va to'kchi aytyapti. Induktiv dedi. Chastota 3 marta oshdi, bo'ldi, to'kchi 3 marta kamayadi. Teskari ko'ryapsiz-ku, surat mahraj bo'lsa teskarisini belgilaysiz mana. Mana bunga qarang, surat mahraj bo'lgani uchun teskarisini belgiladik. Bunaqa bo'lsa to'g'risini belgilaysiz. Ya'ni boyagida bir xil belgilaysiz. Oshsa oshdi, kamaysa kamaydi, bunaqa bo'ladigan bo'lsa. Xo'p, chastota oshdi desa, to'kchi kamaydi. 3 marta oshsa 3 marta kamayadi, 5 marta oshsa 5 marta kamayadi. Endi kamaydi desa oshadi. To'kchi haqida ketyapti hozircha. Induktivga o'tdik va to'kchi bog'li haqida ketyapti. Chastota 5 marta oshdi desa, 5 marta kamayadi. 10 marta kamaydi desa, 10 marta oshadi. Bo'ldimi? Tamommi? Endi kuchlanishga o'tamiz. Induktiv kuchlanishga o'tyapmiz. Chastota oshdi desa, qarang, ikkalasi ham surat bir xil to'g'ri bo'lgani uchun oshsa oshadi endi yana. Kuchlanish bo'lsa, e'tibor bering. To'kchi emas, kuchlanish. Chastota 5 marta oshdi desa, 5 marta oshadi. 8 marta kamaydi desa, kamayadi. Mana sizga holatlar, akalar. Shu darsimiz ko'rib chiqing. Xudo xohlasa ishlaysiz. Hozir mana kommentda anaqa lichkaga yozyapti. Umuman tavakkal 11 ta topibdi fizikadan. Kecha kirgan. Matematikasi 6 ta chiqyapti. Tavakkalchi umuman 0. Normal bal to'playapti. 60 ga yaqin bal to'plab beryapti. Majburiysidan ham tavakkal o'rgan, 5 ta, nechtadan chiqqan. Shu fizikadan kecha bittasini ko'ryapsiz. 12 ta topyapti, 0. Ko'ryapman darsni, ko'ryapti-da, tushunyapti-da. Endi siz fizikani sal-pal o'qigan, chala-chulpa qishloqqa borib kelaverib o'qigan bo'lsangiz ham, bir marta darsga kelib 3 marta kelmagan bo'lsangiz ham, endi sal nimadir qolgan kallangizda. Ishlab qo'yasiz 15 ga yaqin. Qo'rqishga kerak yo'q. Mana shunaqa narsalardan sizga tushyapti. Men aytyapsiz-ku, qanaqadir variantlarni aytyapmiz, o'shalardan bugunsa kelib tushyapti. Sharmanda qilmayapti. Xo'p, boyagini bitta takrorlayveraylik. Yuqoriga otildi, misol uchun 70 tezlik bilan otildi. 4 sekunddan keyin tezligi. Necha bo'ladi? Yaxshi, 30 bo'ladi. Chunki 4 sekundda har sekundda 10 ketgandan keyin 40 yo'q bo'lib ketadi. 70 dan 40 ni ayirib qo'yasiz. Xo'p, endi aytadi, qarang. 70 bilan yuqoriga otganman, ko'tarilish vaqti deydi.
Ko'tarilish vaqti degani shu eng balandga chiqquncha ketgan vaqt, ya'ni nolga chiqaryapsiz-ku. Qancha vaqt ko'tariladi? 7 sekund ko'tarilar ekan. Yoki qarang, 70 tezlik bilan otganmiz, tushish vaqti deydi. Tushish vaqti ko'tarilish vaqtiga teng bo'ladi. 7 sekundda tushadi. Endi 70 tezlik bilan otganmiz, uchish vaqti deydi. Uchish. U nima desangiz, ham ko'tarilish, ham tushish. 14 ni belgilaysiz. Uchish vaqti desa, время полета. Toshkentdan Moskvaga ketdi. Toshkentdagi yerdan ko'tarilib, Moskvani yeriga borib qo'nguncha uchish vaqti bo'ladi. Ya Toshkent Samarqand aytaylik. Toshkentdan mana yerdan bunday ko'tariladi, Samarqandga borib yerga qo'nadi, to'g'rimi? Demak, yerdan ko'tarilib, yerga tushguncha ketgan vaqt uchish vaqti deyiladi. Время полета. Tushundingizmi? 70 bilan otsa 14 sekund uchadi. E'tiborli bo'ling. Ko'tarilish vaqti bo'lar ekan, tushish vaqti bo'lar ekan, uchish vaqti bo'lar ekan. Uchish vaqti ikkovini qo'shib yuborasiz. Xo'p, 90 bilan otganman. 9 sekund ko'tarilar ekan, 9 sekund tushar ekan, umumiy 18 sekund uchar ekan. Endi qarang, sizga boshqacha variantlar qilib beradi. Jism deydi, tepadan pastga deydi. 11 sekundda tushgan bo'lsa deydi, u necha tezlik bilan otilgan deydi. 11 tezlik bilan tushgan bo'lsa, u 11 sekund tushgan bo'lsa, 11 sekund ko'tarilgan bo'ladimi? Uni tezligi 11 sekundga turib berish uchun 110 bo'lish kerak-ku. Sekundiga 10 degan qoidani tushundingiz. Ya'ni sekundiga 10 mingdan rasxod qilishingiz uchun va 11 sekundda pulingiz tugashi uchun boshida qancha bo'lish kerak? 110 ming bo'lish kerak. 110 ming bo'lsagina sekundiga 10 mingdan ishlatasiz, 11 sekundga yetadi pulingiz. Endi o'zgartiraman, qarang. Uchish vaqti 24 sekund. E'tiborli bo'ling. Uchish vaqti 24 sekund. U necha tezlik bilan otilgan? O'ylang, qarang. 24 sekund uchgan bo'lsa, 12 sekund ko'tarilgan, 12 sekund tushgan. Xo'p, bu 12 sekundga ko'tarilishga uni tezligi yetgan bo'lsa, bo'ldi, 120 bilan otilgan ekan. Qiyin emasmi? Qiyin emas. Omad akalar, hammaga omad. Xudo xohlasa, menimcha 22 ertaga oxirgi fizikani testlari bo'ladi, menimcha 23 menimcha imtihon yo'q hech kimda. Bo'lsa yozib yuboring pastga kommentariyaga. Alloh o'zi qo'llasin. Biladigan bundan ham oson savollar tushsin. 30 bitta chiqsin masalalaringiz. Xo'p. Yaxshi natijalar bo'lsin. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Ko'cha-ko'yda qayerdadir uchrashganda, men shu ustozda onlayn bo'lsa ham bir hafta tayyorlandim, o'qishga kiruvdim deb yaxshilik bilan bir-birimizni eslaylik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, ilmlaringiz ziyoda bo'lsin. O'qishga kirgandan keyin ham aytganmiz, o'qishga kirgandan keyin u eng moment vaqt boshlanadi. 4 yil eng qaymoq vaqt, eng tilla vaqt. Masalan, talabalik oltin davrim degani yallo qilib yuradigan deganda emas. Eng har bir minutini qadrlab bitta sohani boshini tutib oladigan vaqt degani, 4 yil o'tadigan vaqt. O'sha 4 yilda siz bitta sohani chot ko'rganib olsangiz, shuni instant chiqqandan keyin kamida 10 million oylik bilan ishlaydigan bo'lasiz. 4 yil shataloq otib yurib, bemalol u jo'rasi bilan u yerga, bu yerga, futbolga, unga, bunga ketaversa, telefonni ichiga kirib ketsa, 4 yilda shuni havoga sovurib yuboradigan bo'lsa, institutni bitirib chiqqandan keyin 2 million, 3 million oylik bilan boshlaydi. Institut bitirgandan keyin nima qilish kerak? Uylanish kerak. Turmush qurish kerak. Bunaqa vaziyatlar bor. Endi asosan yigitlar uchun uylanish kerak. Oila degan mas'uliyat tushadi yelkaga. 3 million bilan qanday oila boqmoqchisiz? O'ylang shu tomondan. Telefon misol uchun 5 yildan ishlatasiz. Bir xilda 5 yildan ishlatasiz, bir xilda 10 yildan ishlatasiz. Nima berdi hozirgacha? Hech bola bergan yo'q. Mana darslarimiz ko'ryapsiz. Agar shu telefonni kamroq ishlatganingizda fizikangiz udar bo'lardi misol uchun. Biz darslarimiz ko'rishga ham hojat bo'lmasligi mumkindir balki. Tushundingiz-a? Bitta o'ylab qarang. Misol uchun men necha yilda men telefon ishlataman. Bitta hamma o'ziga savol bersin. Xo'p, birov aytadi 3 yil, birov 8 yil, birov 10 yil deydi. Endi xo'p 10 yil o'tibdi. Hozir shu 10 yil ichida telefon sizga nima manfaat berdi? Moddiydir, aqliydir yoki qanaqadir jismoniydir, nima manfaat berdi? Har kuni 1 soat ishlatganda yoki yarim soat ishlatganda ham hech narsa bo'lmasdi, yoki umuman ishlatmaganda ham bo'lmasdi, hech narsa qilmasdi. Aytganman, men abituriyentlik paytimda oddiy g'isht telefon ishlatganman, knopkali. Shuning uchun 1 yilda fizikamiz tayyor bo'lgan, normalniy bo'lgan. 2-3-kursda litseyda paytimizda esdan chiqmasligi uchun qiyin mavzularni takrorlab yurardik. 1 yilda yetgan bizga. Nimaga? Unaqa sabz taxta ishlatmaganmiz. Oddiy telefon ishlatganmiz. Yotib olib dars qilganmiz. Ya'ni natija bo'ladi 1 yilda. Xohla, normal o'zingiz shug'ullangan bo'lsangiz. Shuning uchun akalar, institutga o'tyapsiz, Xudo xohlasa o'tib keting, hamma o'tib ketsin. Institutga o'tganingizdan keyin eng qulay vaqt 4 yil juda tez o'tib ketib qoladi. Ko'plar 1-kurs, hali 3-kursda tayyorlanaman, tilga boraman, kompyuter o'rganaman, sun'iy intellekt, bu narsani o'rganaman deydi. 4-kursda o'rganaman deydi va o'tib ketib qoladi. 1-kursdan mahkam ushlang. Qo'shilmang ana shataloq atadigan jo'ralarga, unga bunga hech qachon qo'shilmang.
o'zingizni kelajagingizga o'zingiz bolta urayotgan bo'lasiz. Tushundingizmi? Sizga maslahatim akalar, bitta yaxshi kompyuter oling, o'qishga o'tganingizdan keyin, yaxshi kompyuter olingda tilni o'rganing, kompyuter o'rganing va kitob, badiiy kitob o'qing. Mana shu sizga beradigan eng katta tavsiyam. Bitta inson, misol uchun qarangda, bitta inson kitob yozar ekan, o'zini umridagi misol uchun inson endi kamida bir 40 ga kirgan odam yozyapti o'sha kitobni. Hop, misol uchun 60 ga kirgan odam yozayotgandir kitobni. U inson ahmoq inson emas, kitob yozadigan odam ahmoq bo'lmaydi. Endi qarang. Yozyapti-ku, o'sha inson o'ylaydiki, meni bu har bir yozayotgan so'zimni o'ylab yozishim kerak. Ishonchli narsani yozishim kerak. Bu kitobni o'qib, kimdir noto'g'ri xulosa qilib, shunga amal qilib nimadir qiladigan bo'lsa, uni gunohi menga ham borib turadi deydi. Inson shu yoshga kirib tushungan eng muhim narsalarni, eng hayotini eng muhim, qaymoqli, eng dolzarb, eng kerak narsalarni yozgan bo'ladi. Siz o'sha kitobni yaxshilab o'qib, hayotingizga shuni tatbiq qilib oladigan bo'lsangiz, 60 yosh plus bo'ladi. Siz 20 yoshdasiz, lekin o'sha kitobni o'qib, o'shaning ichidagi narsalar hayotingizga tatbiq qildingiz, nima bo'ladi? Sizning yoshingiz 80 ga chiqadi. Xo'p, yana bitta kitobni o'qidingiz. U kitobda avtor 40 yoshga kirib, eng shu 40 yoshgacha muhim tushungan narsalarni yozgan. Nima qilasiz? O'shani shunday olib tatbiq qiladigan bo'lsangiz, hayotingizga sizning yoshingiz 120 ga kiradi. Sizdan zo'r odam bo'lmaydi. Tushunyapsizmi? Xo'p, 1000 ta kitob o'qigansiz, lekin ichida o'qiganingizda birontasiga amal qilmaysiz. Bir tiyinga foydasi yo'q, quruq vaqtingizni jalb qilganingiz qoladi. Bitta kitob o'qisangiz ham ichidagi narsalarga amal qiling, hayotingizga tatbiq qiling. Shu kitob ichida bitta narsasini bo'lsa ham hayotingizga tatbiq qilib qoling. Tushunyapsizmi? Shunda foydasi bo'ladi. Akalar, sizlarga o'zim boshimni o'tkazganim uchun, tabib emas, boshini o'tgan tabib dedi-ku, shuning uchun sizlarga to'g'ri maslahat beryapman. Xudo xolasa bu oxirgi video darsimiz. Shu gaplarni ko'rayotgan bo'lsangiz, amal qiling. Insga kirgandan keyin u insga kirdi degani bo'ldi, hamma narsani raslavitsani, rus tilida aytganda raslavitsa qiladi, bemalol xotirjam bo'ladi-da. Yuramanda, qilamanda deb bemalol bo'lib qoladi ekan u. Nasha chekkan odamga o'xshab. Unaqa bo'lmasin hech qachon. Navrotiga endi abituriyentlikda vaqtingiz qanaqa tig'iz bo'lgan? Studentlikda undan ham tig'iz bo'lsin. Aytayapman, qarang, 4 yil sizni keyingi hayotingiz yo zo'r bo'lib ketish, yo dabdala chiqib ketish uchun bo'ladigan muhlat o'sha 4 yil. 4 yil bir xillamda shu 1-chi kurs bo'ldimi, bordimi? Shuni telefonga kirib ketadi-da, 4-kursda yarmida yo bitirayotgan paytda boshini ko'taradi. Nima bo'lyapti? O'zi diplom zashta qilish kerak ekan. Mana $100 beradi, yozdiradi, u dumdum bo'ladi-da. Tushunyapsizmi? Ba'zilar aytishi mumkin, mana bitirib nima bo'ldi? Ya taksichilik qilyapti, yo malyarkada ishlayapti, stroykada ishlayapti. Siz qaramaysizmi, 4 yil institutda nima qilib yurgan, u shatalog'ati yurganmi Qur'oni, unga qo'shilib, bunga qo'shilib, anerga borib, darsga ham bormay, pul bilan yopib, o'qimay yurganda u. Shuning uchun u hozir stroykada ishlayapti, taksichilik qilyapti, yo ustachilik nimadir qilyapti. Oliy ma'lumotli diplomi bor. Akalar, hozir bozor iqtisodiyotiga o'tyapmiz. Konkurensiya kuchli bitta joyga. Siz misol uchun bitta joyga ishga kirmoqchi bo'lsangiz, yurgan misol uchun 4 ta 5 tasi bor. Eng zo'rini tanlab oladi. Qolib ketaveradi shuning uchun. U diplom bo'ldi degani u zo'r degani emas. Diplomingiz u bitta biletda, tushunyapsizmi? Biletingiz bo'lmasa ham bora olmaysiz, lekin mana bunda bo'lmasa ham uni iloji yo'q. Shuning uchun bilet ham kerak, bu ham kerak. Shuning uchun ikkalasi ham zarur. Qars ikki qo'ldan chiqadi ku. Shuning uchun bitta qo'l bilan qarsak chalib bo'lmagan kabi, shuning uchun siz 4 yilni mahkam ushlang. Sizga maslahatim, men misol uchun bitta emas, 3 ta o'qishni bitirganmiz misol uchun. Litseyda 3 yil, ko'rdik litseyda anaqa borib, manaqa borib yurganlar ahvoli nima bo'lganini, kursdoshlarimizni misoldan aytayapman. 4 yil institutda o'qidik, ko'rdik, u yoqqa borib, bu yoqqa borib dars qilmay, mana bunaqa qilib, qildan qilib yurganlarning ahvolini, nima bo'lganini, hozir nima bo'lganini dabdala chiqib ketgan misol uchun. 2 yil magistraturada o'qidik, ko'rdik o'sha kursdoshlarimizni, neto yurganlarning ahvoli nima bo'lganini. Shuning uchun men sizga o'zim boshimni o'tkazgan va atrofimdan olib aytayapman. Bu kitobda o'qigan narsamni aytayotganim yo'q, men ko'zim bilan ko'rgan, oldimda atrofimda sodir bo'lgan narsalarni aytib beryapman sizga. Bu gaplar sizga ota-onamiz ham aytishmasligi mumkin. Tushunyapsizmi? Shuning uchun amal qiling. Mana shu gaplarga amal qilib, uchun buni nechta odam ko'radi? 1000 ta odam ko'radi, 2000 ta, 3000 ta odam ko'radi. Shundan bitta odam bo'lsa ham shu qalbiga yetib borib, ta'sir qilib, mana shu gaplarga amal qilib, institutda 4 yilni mahkam ushlaydigan bo'lsa, institut bitirib chiqqandan keyin bir chotki bir kadr bo'lib chiqadi. Kamida 10 million oylikka ishlaydigan odam bo'lib chiqadi, deyapman. Bemalol oila quradigan bo'lsa ham oilasini eplay oladi, boqa oladi. Tushunyapsizmi? Siz zo'rsiz, muomalangiz dahshat, ayolingizga zo'r muomala qilasiz erta to'ydan keyin. Lekin oyiga 3 million topasiz, hech narsaga yetmayapti. Baribir u muammolar kelib chiqadi, u moddiy tomonga ham bog'liq hozir. Tushunyapsizmi? Hamma narsa pul, endi hamma narsa demaymiz, endi yashash uchun hozir moddiy tomonga ham bog'liq ancha narsa. Hamma narsa pul bilan bo'lib ketdi degani endi u 100% pul emas, boshqa narsalar ham bor. Lekin siz moddiy tomonni birinchi yaxshilab ta'minlab qo'ygan bo'lishingiz kerak. Tushundingizmi? Shuning uchun amal qiling, o'qish o'tgandan keyin faqat yurmang,
telefon bilan. Instagramga misol uchun xo'p, qarang, siz blog yuritmasangiz Instagram kerak emas o'zi aslida. Instagram miyangiz chiritadi, qisqa reelslar, shortslar. Instagramga mana hozir misol uchun kirasiz-ku, 5 minutga kiraman deb 2 soat qolib ketganingizni bilmaysiz-ku. To'g'ri, dangalcha ayting. 2 soat, 3 soat qolib ketganingizni bilmay qolasiz, to'g'rimi? Men Instagram ishlataman. Nimaga? Chunki blog yuritaman. Ishim bo'yicha fizikadan tajribalar yuklayman. O'quvchilarga kerak. Tushunyapsizmi? Blog yuritsangiz kiring. Blog yuritganda ham bir normalniy narsa yuklang-da, u bir odamga foydasi tegsin. Ya, misol uchun o'qigan kitoblaringizdan iqtiboslar yuklab boring. Tavakkal ana bir betayin narsa, mana betayin narsasini, mana jo'rasini bir parod bo'lganini, uni buni yuklab foydasi yo'q. Hech kimga anaqasi yo'q u narsani. Shunaqalar ham ko'p-ku, o'rtoqlar bir bilan o'ynashib, mana jo'rasini parod bo'lgani, mana o'zini sharmanda bo'lganini yuklaydi, bir bilan hazillashib, uni keyin poylab turib buni olib yuklaydi. Kimga foydasi bor shu narsani? Hech kimga foydasi yo'q. Ya shaxsiy hayotida men yerga keldim, anaqa qilyapman, mana qilib, unaqa narsalar ham kerak emas. Tushunyapsizmi? Shuning uchun bir foydali narsa yuklang, blog misol uchun. Blog yuritasiz. YouTube'dadir, Telegram'dadir, Instagram'dadir. Instagramga misol uchun agar bir narsa o'zingizning kontentingiz bo'ladigan bo'lsa, kiring deyapsiz. Qarang-da, siz yuklagan narsani aytaylik 1 million prosmotr bo'ladigan bo'lsa, o'sha aytaylik 30 sekundlik video yuklagansiz, 1 million prosmotr bo'ldi. Hisob-kitob chiqamiz, 5 yil vaqt bo'ladi o'sha. 5 yil vaqtiga javob berishingiz kerak o'sha odamlarga. Chunki siz chiqargan video sababli o'sha odamlar 5 yil vaqti ketdi. Siz o'zingizni o'tkazgan vaqtingizga, behuda vaqtingizga qanaqa qilib javob berasiz ertaga, ularni begona odamlarni 5 yilga qanday javob berasiz? Shuning uchun siz ijtimoiy tarmoqqa nimadir yuklayapsizmi, blog yuritasizmi, bir foydali, bir ma'nali, o'shani ko'rgan odam ketgan vaqtiga achinmaydigan narsa chiqaring. Yoki men blog yuritmaysizmi? Instagramda biron nima foydali narsa yuritmaysizmi? Instagramni o'chirib tashlasangiz ham bo'ladi. YouTube qolsin mayli, men ijtimoiy tarmoqqa kirmasam tura olmayman desangiz, YouTube qolsin. YouTube, Telegram mayli ishlating. Lekin Instagramda faqat vaqt o'tkazish uchun aytayapman-ku, 4 yilingizni shuni yeb yoradi telefon. Ehtiyot bo'ling. Sizga ustozlik ham emas, akalik maslahatim beryapman hozir. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar, ilmlaringiz ziyoda bo'lsin. Xudo xolasa aytilganlarga amal qilingizlar. Aytayapman, bitta inson bo'lsa ham amal qilib qolsa, Xudo xolasa kelajakda yaxshi bir rahbar bo'lib, yaxshi mashinalar, yaxshi uylar, bir yaxshi hayotga erishgan paytda bir ko'cha-ko'yda ko'rib qolsak, Xudo xolasa aytadi, ustoz shu oxirgi video darsingizda oxirida aytgan gaplaringizga men amal qilgandim. Institutga o'tgandan keyin shu 4 yilda mahkam ushlagandim. Kompyuterda tilni o'rgangandim, kitob o'qigandim, IT ni o'rgangandim. Men hozir ustoz 20 million oylikka ishlayapman. Hamma tomonim zo'r. Rahmat deb aytish nasib qilsin, Xudo xolasa. Amal qilmaydiganlar o'zi bilan. Ular qachon tushunadi? Boshi devorga tekkanda tushunadi. O'zi hamma inson tushunadi. Qarang, любой inson tushunadi. Faqat umr tugayotganda tushunadi. Unda tushungan foydasi bo'lmaydi. O'layotgan odam hammasi tushunadi. Qilgan ishlari, xato ishlarni hammasi bittada ko'z oldidan o'tadi. Tushunyapsizmi? Yoki umr tugab borayotgan yo bedodardga kasalga yo'liqqan inson hammasi tushunadi. 100% tushunadi. U menman degan tentagi ham, umuman eng yomon odam deganingiz ham tushunadi. Lekin u paytda kech bo'ladi. Foydasi bo'lmaydi. Tushunyapsizmi? U poyezd o'tib ketgan bo'ladi. Hech qanaqasiga ortga qaytib bo'lmaydi bu narsani. Keyin nima bo'ladi? Afsus, nadomat, pushaymonlik bilan bu hayotdan ko'z yumishga to'g'ri keladi. Boshqa hech qanaqa variant yo'q. Tushunyapsizmi? Shuning uchun zararli odatlar bilan yuradigan odamlar bo'lishi mumkin. Kursdoshlarning ichida ham misol uchun o'sha zararli odatlar nimaligini mendan yaxshi bilasizlar. Tengqurlarga nisbatan ertaroq bu hayotdan ko'z yumishiga sababchi bo'lishi mumkin. Shuning uchun unaqa narsalarga, unaqa kursdoshlarga qo'shilmaslik kerak. Endi guruch kurmaksiz bo'lmaydi-da. Siz borayotgan joyda, yangi Toshkentdir, Samarqanddir, u yerdir, 30 ta bola guruhingizda bor. 30 xil joydan kelgan. 30 xil bo'ladi. Muomalasidir, xarakteridir, hammasi har xil bo'ladi. Qizlardir, bolalardir, farqi yo'q. Tushunyapsizmi? O'sha qizlaringiz ham, dugonalaringiz ham bitta guruhda 15 ta qiz bo'ladigan bo'lsa, 15tasi 15 xil bo'ladi. Xarakteri, xulqi, tarbiyasi, yaxshi yomonligi ham 15 xil bo'ladi. Shuning uchun siz nima qiling? Yaxshisi bilan kuruk bo'lib oling. O'sha nargisi u yoqqa bu yoqqa tortyaptimi? Yo'q, bo'ldi, siraz chetlang bundan, boshidan siraz. Bo'ldi, ketaversin o'ziga o'xshaganlar bilan. Erta u institut bitirganingizdan keyin sizga u umuman bir oydan bir yozishmaysizlarmi o'zi? Telegram guruh ochiladi, to'g'ri, lekin institut bitirgandan keyin bot xabar tashab turadi unga, bot. Bir nimalar reklama qilib turadi. Korsetni, dorini reklama qilib turadi. Hamma bir o'qib qo'yadi, bo'ldi. Bu bo'lgan gap, bu 100%. Misol uchun sinfdoshlaringiz hozir gruppasi qanaqa holatda? Ana maktab. Asta-asta ketyapti. 4 ta odam yozishadi, chat qiladi, qolganlar faqat o'qiydi, lekin u yerda 25 ta odam bor. Institutda ular lekin 11 yil o'qigansiz ular bilan. Institutda 4 yil o'qiysiz, gruppa ochasiz, nima bo'ladi? O'sha gruppadan keyin institutni bitirgan paytda boshida kimnidir uylanadi, borasizlar, boshida qiziq bo'ladi, to'yiga misol uchun-da.
Keyin asta-asta 3 ta odam yig'iladigan bo'ladi. Keyin 2 ta odam yig'iladigan bo'ladi. Men yig'ilmay ham qoladi. Hamma o'zi bilan o'zi bo'lib ketadi. Hammani tashvishi o'ziga yetarli bo'lib qoladi. Ayniqsa boyadagi shatalarda yurganlar, 4 yil umrini havoga sovurib yuborganlar. Tashvishdan bosh ortmay qoladi, to'g'risi. 4 yilda mahkam ushlaganlar naborot o'sha paytda yig'ilaylik. Chunki nimaga u moliyaviy holati zo'r u. Ishi normal, ishi tayin, hamma narsasi bor, uylangan, farzandi, hamma narsasi bor. Ular qayta keyin ular bemalollar, bir yig'laylik degan paytda ana nargilarning vaqti bo'lmaydi. Ular kunni bilan ishlab, kechqurun kelib charchab yotib, ana shunaqa ahvolda yurgan bo'ladi. Tushunyapsizmi? Shuning uchun mana shu narsaga amal qiling. Qarangda, 4 yil shu nenormal jo'ralarga qo'shilib yurdingiz institut davrida, institutni bitirdingizda, keyin kelajakda qiynalyapsiz. Keyin o'sha telefon qildingiz ana sherikka. Men senga qo'shilib yurardim, bilasan, institutda. Sen bilan u yoqqa bu yoqqa borib, qurib vaqtimni havoga sovurdim. Endi bir 1 million yordam qilib tur desa, hayda deydi. Jinnimisan deydi, o'zimga yetmay yotibdi deydi, bermaydi hech qachon. Tushunyapsizmi? U paytda tushunasiz, lekin u paytda kech bo'ladi. 4 yil eng muhim, eng qadrli vaqt, eng minutini bir foydali narsaga sarflab qoladigan 4 yil vaqtingiz havoga uchib bo'lgan bo'ladi. Endi foydasi bo'lmaydi. Tushundingizmi? Shuning uchun aytilganlarga amal qiling, akalar. Yuraklardan chiqqan gaplar yuraklarga yetib boradi. Sizlar azbaroy shunaqa yoshlarga ichim achiganidan, ko'rib, bilib, atrofimizdan qarab yurganimdan sizlarga endi hozir dolzarb video bo'lib turibdi. Baribir ko'radi mana shuni o'zimizda abituriyentlar degan maqsadda shu narsalarni aytdim. Ich-ichimdan shu narsani sizlarga ravo ko'rib. Amal qilingizlar, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar, ilmlaringiz ziyoda